Qishlog'ni qizishni o'sha qizishni olish, hop, yana. tushunish, 12 ishlayapman. Tajriba orttirish, ya'ni amalda qo'llab ko'rish, unga nazariy Hop, yana. Bu ash bolalar. Ha. Endi hamma narsa o'z yo'liga. Siz buni qilishingiz kerak. Amaliyotda siz tajribani o'rganasiz, boshqani qilasiz, lekin siz o'zingiz ko'rsatishingiz kerak. Asosiysi. Chunki siz hali ham pul to'lab ishlamayapsiz, to'g'rimi? O'sha darajaga chiqishingiz kerak. Qaysidir level bor, leveldan o'tsangiz, yo ishga kirasiz, yo yuraverasiz. Shogirdga tushganlar bormi bilmayman. Yoshligingizda ustiga shogirdga tushsangiz, usta olib yuraveradi-da. Buni qil demaydi. Siz o'sha yerda qarab yuraversangiz, yuraverasiz, kuningiz o'taveradi, yillar. Bu sizga o'ziga bog'liq. O'sha boshda harakat qilish, o'zingiz ko'rsatishingiz kerak. Bilmaman, kechasi kuni uxlamaysizmi, boshqa qilasizmi? O'zingiz ko'rsatsangiz, что sizga ish berilsa, oxirigacha yetkazib, yana nima ish qiladi deb turadigan darajada. Yoki o'zingiz bilishingiz kerak. Mana shu yerda nashna qilishga harakat qiling, yoki bunday qilsa bo'lar ekan, yaxshi qilsa bo'lar ekan taklif bilan chiqish. Birinchi marta ikkinchi etajda Fix anons bo'lgan, rebranding bo'lganda Temurlar ham kelganlarda, bunaqasiga catering qo'yishimiz kerak, olib yeyib-yu. Mehmonlarga qilganimizda stol boshqacha turibdi-ya deganlar. Ustoz bo'lsa qayerga qo'yaylik degan. Men bilmayman degan. Menga taklif bering degan. O'sha joyda keyin savol beraman degan bo'lamiz. Ya'ni muammoni o'zi bilan emas, uni yechimi bilan. Maslahat yo'llarimiz bor, qaysirini tanlaylik. Shunaqa deb kelganlar. Bu Sal tushunish oson bo'lyaptimi amaliyotda? Necha oylar qilingansiz? Ha? 20 amaliyot. 20 kun bilmayman. Javob ko'p bo'lmagan amaliyot. Shuning uchun kurs berganmi? Keyin kurs darsga o'tishni boshlaganmiz, shunday O'zbekistondan 20 kundan keyin. Yo'q. Dars o'tish degani bilasizmi? Dars o'tish boshqa. Yo'q, sorry, birdan keyin dars o'taman. Xo'p. Hozir sizlarga ko'rsataman. CRM deb o'tkazib gaplashgan. Ya'ni saytga ulashtirib qilib ko'rsatgan. Nima deb o'ylaysiz bu CRM nima qilib beradi o'zi? Men tashkil qilib beradigan Ha. Mijozlar bilan aloqalar boshqa. Ha, ya'ni xuddi shunaqa. O'zi mana sotuv bo'limi bilan ishlash deganda qanaqa bo'ladi desa, marketing отдельный komanda. Institut o'qiydiganlar biladi, marketing biz paytimizda kontraktda qancha summa yoki qancha to'lov qoldi o'sha marketingga boriladi, marketingga ko'rib beradi. Hozir marketing dars kirgan bo'lsa, institutda umuman boshqa narsani o'tadi. Sizlarga to'g'rimi? Haligi marketing tarixda ma'lum bo'lgan, undan o'qigan, bu pulni o'qigan, lekin hozir marketing sal boshqacha. Sotuv bo'limi bilan qanaqa ishlash bo'ladi? Operatorlar yoki sotuv bo'limi ROP deydi, bilasizmi? Yo'q. Rukovodитель отдел продажи, ya'ni o'sha sotuvni kattasi. O'sha sotuvchilarni operatorlar boshqaradigan inson aytadi yoki sotuvchilar lead sifatsiz telefon qilsa olmayapti, dublikat. Yana qanaqalar bor? Umuman boshqa nomer, dublikat qoldirmadim. Dublikat degan bitta nomer 2 marta o'tib qoladi. Siz telefon qilaysiz, yana o'sha nomerga telefon qilib qo'yasiz. Yoki ko'p bo'ladi. Siz misol uchun eng tarafda, mana bugun xudo xolasa ikkita sotuv qilaman. 10 ta emas, 2 dona. Endi chekingizga qarab o'zgaradi, qilaman deb kelasiz, shuna o'tirganingizda bittasi shuna telefon qilasizda, birinchisi telefon qilib turib, "Kira telefon qilsam bo'ladimi?" deydi. Qo'yingiz. Xo'p, mana kafetingiz hozir bunday sal. Yana bittasi telefon qilyapsiz. "Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?" O'sha tapet qizib qo'yadi. Qizib shuna bosadi. Ha, yana bilan telefon qilasiz. Yana bittasi "Men hozir gaplasha olmayman" yoki unaqa deb muammo qiladi. Sizni kayfiyatingiz ertalab hali 9:30 bo'lmaydi. 9:da kelgansiz ishga, Ertalabdan kelgan. ha, ertalabdan misol uchun kimdir nega qizil beradi, olmaydi, qizil beradi. Siz Yana olganda ekandik. ya'ni sizni nima bo'ladi, ertalabda kayfiyatingiz buziladi. Demak, siz nima deysiz? Mana shunaqa sifatsiz bo'lmayapti deb aytishingizga to'g'ri keladi. Endi u paytda siz marketing yomon ekan, marketing ishlamayapti degan
nima bo'ladi? Shuncha Ha? Marketing yaxshilik olib kelmayapti degan savol bo'ladi. Buning uchun nima qilinadi desa, o'sha marketing bilan kelishib olish kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda kim nima qilyapti? Eng yomon tarafi misol uchun marketingda hamma promo qilaman, ideyalar qilaman, bunaqa qilaman, bunaqa qilaman deydi, sotuv bo'limini xabarsiz qolib ketadi. Misol uchun bugun kurslarimizga 10% chegirma deb e'lon qilganini o'sha videodan ko'rmasligi kerak. Sotuv bo'limidagi o'tirganlar, operatorlar. Chunki nimaga? Oldindan ogohlantirish kerak. Sabab ogohlantirmasa nima bo'ladi? Chunki o'sha videoni ko'rishi bilan telefon qilgan odamni masalan chegirma bor ekanini sotuv bo'limi bundan shunaqa bo'ladi. shoshib qoladi. Shoshib qoladi. Misol uchun, javob aytolmaydi. bilmasa, javob aytadi. So'rab ko'ray. Xabardor bo'lmaydi. Yo'q. Ha. misol uchun boyagi 10% chegirma deb telefon qilayotganga men unga javob bersam, meni xabarim yo'qmi, demak o'sha odamda ishonchsizlik paydo bo'ladi. Undan tashqari qarindoshingiz to'y bo'lyapti, qarindoshingiz bilmaydi. G'alati narsa, bu narsa. Ya'ni siz bitta joyda ishlayapsiz, nima siz oldin aytib qo'yishingiz kerak, shu qanaqa yangilik bo'lsa, birinchi siz o'z xodimlaringizni bilish kerak, ayniqsa sotuv bo'limi, keyin boshqalar bilishi mumkin. Ya'ni chunki uverен bo'lib gapirish kerak sotuvchi. Mana shu birinchi marta tepaga chiqib turib, boshqa masalada, kasting masalasida telefon qilganman-da, bitta sotuvchi qiz bor edi, Fayoza degan. Siz taniysizmi? O'sha kishi qattiqroq gapiring, ishonch bilan. Bunaqaligi ishonchsiz gapirmang deganda, menga bitta katta dars bo'lgan. Ya'ni işte ovozimni normal holatda qo'rqmasdan o'zimni nima deyotganimni anglab tushunib gapirishim kerak degan narsa bo'lgan. Xo'p, endi bizda CRM degan tizimlar bor. Mana Customer Relationship Management bu umumiy nomi. Juda ko'plar bor. Buni men ishlaganim Edutizm bor, bu CRM, bu Bitrix bo'lsa, undan tashqari Modme bor, kimniki? Cambridge. Ha, Modme yana qanaqalarni bilasiz? Bilasizmi? Amo CRM. Ha. Yana qanaqa? Anoniki ham bor. Retailga doktor salesni, sales doktor o'shaniki ham bor adashmasam. Bular boshqa, ya'ni mijozlar bilan ishlashga yordam beradigan tizimlar. Nima qilib beradi? Ishingizni tizimlashtirib beradi. Operatorlarning gaplashishiga osonroq qilib beradi. O'quv markazida boshqacharoq bo'ladi, bu umumiy tushadi mana Bitrix. Bu O'zbekiston emas, Qulay shuda. ha, shu ikki qo'ydim. Mana bunda har xillari bor. O'sha Amo CRM, Bitrix eng kattasi va O'zbekiston bo'yicha eng ko'p ishlatiladigan, eng qulay. Juda ko'p funksiyasi bor. Siz buni juda ko'p filtr qilishingiz mumkin. Ya'ni aytganda o'tgan safarginaqa sizlarga ham hozir ham SMS kelayotgan kimlardan hech qachon o'sha insonni chiqarib yubormasligingiz kerak. Ya'ni we need a lot of data. Data deganda bularning ismi, familiyasi, telefon nomeri, bu narsani siz faqatgina bittagina sheet orqali qila olmaysiz. Shuning uchun mana shunday tizimlar ishlatiladi. Qanaqa bo'ladi desa, men sizlarga hozir qisman ko'rsataman, o'tgan safar ham ko'rsatganman. Esingizda bormi? Mana bu holatda. Yo'q, bu tillar. Tillarni mana shu yerga ulagandik, eslasang. Ha? O'sha yerda mana shu yerga bo'lib tushadi. Nima bo'ladi deyapti? Birinchisi mana yangi 6 ta ekan, bugungi yangi tushgani, hozir bunda aniq ishlamaydi. Zo'r. Muhammad Aziz Farg'onadan qayerdan tushgan desa, offlayndan. Misol uchun, siz marketingda ishlayapsiz-da, marketingda nima qilyapsiz? Noto'g'ri target video olgansiz va noto'g'ri auditoriyaga yoqib qo'ygansiz. Nima bo'ladi? Noto'g'ri kelgan odam sizdan noto'g'ri narsani so'radi, noto'g'ri kutuvda bo'ladi va hamma joy dabdala bo'ladi. Mana bu yerda biz bilishimiz kerak, mijozlarimiz qayerdan kelyapti, yoshi qanaqa, nimalarga qiziqadi, hamma narsasini bilishimiz kerak. Buning uchun mana yozib qo'yibdi offlayndan. Demak, men ko'ramanda ertaga buni kattaroq narsasi bor. Mana shu yerda to'g'ri raqamlar, statistikalar bo'lsa, bularni yig'ib turib bitta joyga qaymog'ini qilib beradigan joy bor. Mana mijozim kim, qayerdan kelyapti, qanchasi qayerdan kelyapti, telefon qilyaptimi, kam yo'q, ko'proq boshqa narsa qilyapti. Misol uchun tasavvur qiling, kuniga 20 ta lead tushadi. Lead degani nima? Yangi mijoz. Doim yangi mijoz tushyapti. Lekiga sizda 10 ta kunlik пропущение. Bu nimadan bo'ladi desa, 10 ta demaylik, bu kam. Kuniga 100 ta lead tushyapti, 1,5 mingta yoki 100 ta bo'lsa 150 ta deylik, qo'ng'iroq bo'lyapti sizga. Siz sotuvchilaringizga. Lekin sizga 100 ta lead tushyapti. Bu yerda nimadir xato. Misol uchun, siz sotuvchilaringiz 9 dan 6 gacha ishlaydi. 9 dan keyin, 6 dan keyin hech kim javob bermaydi.
mana bu yerda mana bu peshana turibdimi? Bularga nima qilinmagan? Ha, ya'ni telefon qilganda ko'tarmagan. Va bu stadiya odam ko'payib ketib qoladi. Demak, men nima qilishim kerak desa, haliga rob dedim-ku. Nima sotuv bo'limi rahbari nima qiladi? Ha, demak, men 24 odam qo'yishim kerak ekan yoki 9 dan keyin ham ishlaydigan, 6 dan keyin ham ishlaydigan odam qo'yishim kerak ekan. Sabab nimaga desa, bizga kiruvchi qo'ng'iroq ko'payib ketyapti. Ya'ni o'zi 100 ta, mana undan 150 ta tushyapti kunlik. Ya'ni bizga telefon qiladigan ko'payib ketyapti. Ha, demak, men buni ko'paytirishim kerak degan narsa bor. Va sotuvchining keladigan birinchi qiladigan ishi kelib turib, mana shular bilan bog'lanish bo'ladi. Yangilik. Birinchisi yangilik bilan bog'lanib, buni o'tkazadi. Mana bepul kurs olganlar, bu yangi qo'shilgan stadiya. Birinchi mana bu yerga o'tadi. Mana misol uchun tasavvur qiling, mana kim ekan bilasiz, Muhammad Aziz Farg'onadan ekan. Maqsad nima bo'lishi kerak? Biz ertaga uni soni qayerdan yuborishimiz kerak. Istochnik degan mana Muhammad Aziz ismi Farg'onadan. Mana bu yerda. Mana kim edi mana? Bilamizmi? Ya'ni mana bitta tizim nechta sotuvchingiz bo'lsa, mana sotuvchim bor, mashinaga bo'lib berasan deb aytiladi. Onlayn BBXdan hammaga bo'lib beradi. Bir marta Aliga, Valiga, Jasmina, Akmal yana shunga o'xshash odamlarga avtomatik bo'lib beradi. Ertaga muammo bo'lmaydi. Agar bu ikkita bo'lsa nima bo'ladi, bilasizmi? Sen 10 tasini, mana 11 dan 10 gacha saqlasan, sen olasan. Keyin nima bo'ladi? Bog'lanib bo'lgan degan stadiya qo'shasan, muammo kim shitslarni kimdir tip-tip o'chirib olsa, yo'q o'sha. Bu yerda nima qilolmaydi. Sotuvchilar faqatgina kelganlikda bu yoqqa qilib o'ynatadi xolos. Ularda do'stlik yo'q, o'chirishga. Misol uchun, shu strillarni ko'rganmizda, nima qiladi? Mana yangilik to'g'rimi? Mana bu yerga ko'rsangiz, mana shuna chiqdingiz, kirgan joyingizda. Mana uzun stadiyalar bepul kurs mana yerda turgan hammasi mana bu yerda qayta aloqa to'lovga yuborildi. Shu string nima qiladi? Ishi ko'p bo'lsa, chunki bu DNSni yopib ketish kerak kunlik. Bog'lanib bo'lganiga hali gaplashmagan odam shuni o'tkazib qo'yadi. Hozir bo'lmaydi. Gaplashmagan-ku. Telefon qilgan bundan Mana hozir turibman, mana shu turgan holatda ham telefon qilmadi. Men buni mana tipik bossam o'tadi. yo istoriyada turadi, telefon qilmagan deydi. Bu ko'rinmaydi. Ya'ni bu narsani aniqlash uchun sotuv bo'limi rahbarining ishi bo'ladi. Masalan, kreditlarni, boshqasini mana bundoq qilaman. Bor bo'lmay shuni o'tkazib qo'yaman. Yaxshi bo'lganda просто qabul erta vaqtim ko'proq bo'lganda telefon qilaman. Ha, qanaqadir hali ishdan nimadir ustun qo'yib turib, короче, ish soat 6 bo'lib ketaman degan bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha odam nima qilish kerak? 9 da keldim ertalab, "Mana ledim bormi? Demak, tezroq gaplashishim kerak. Nimadir o'xshamayapti, harakat qilishim kerak" degan narsa bo'ladi. Buni kontrol qiladigan o'sha ana bo'ladi. Sotuv bo'limi rahbari bo'ladi. Mana shunaqa holat. O'tkazib oladi. Endi mana bu yerda ko'ramiz. Birinchi o'rinda yangilikka bog'lanib bo'lmasa, mana bog'lanib bo'lmanga aylantirib o'tkazib qo'ysa bo'ladi bu yerda. Oson. Mana shunaqa o'tkazsa o'tadi. Demak, hammasini qo'ldan chiqish kerak shunaqa. Qaysini? Bog'lanib bo'ladi degan misol. Mana siz mana bilan oldingiz onlayn PBX degan narsa bor. Telefonni nima deb bilasizlar? Hamma o'zining qo'lida bitta sim kartasi bo'ladimi? Telefon qilayotganda nima bo'ladi? Alohida bo'ladi. Ha? Telefonda bitta bo'ladi nomer. Qanaqa bo'ladi? Qo'lda telefon qilishadi. Ha. kompyuterdan bo'ladi, bor. Ha. Ya'ni Ya'ni bunga ketaveradi. Misol uchun 4 ta sotuv bo'limi bo'lsa, ha. men paytda u ko'tarmagan bo'lsa, keyin o'chib ketadi. Ha, xuddi shunaqa onlayn PBX degan saytlar bor, integratsiya qilinadi bu narsani. Ya'ni sizni telefon nomerlaringizni bittaga joyga qo'yadi, haligi bo'lib berish deydi-ku. Lit tushsa avtomatik mana Fayozaga, mana Jasminaga, kimdirlarga bo'lib beradi. Mana shunaqa holat. Mana bu yerda hamma gaplashgan statistika chiqadi. Endi siz sotuvchilaringiz qaysi biri yaxshi ishlayapti, qaysi biri yaxshi ishlamayapti, qaysi biri qancha telefonda gaplashdi, qanchasi telefonda gaplashyapman deb telefonini o'ynab o'tiradi. Siz buni bilishingiz mumkin. Birinchi o'rinda qanaqa bilishingiz mumkin? Misol uchun, bitta keldingiz, sotuv bo'limi rahbarisiz, shunchaki sotuvchilaringiz kim qancha gaplashgan bilishingiz kerak. Qanaqa bilish mumkin? O'rin turadi, nechtasi bilan gaplashgan. Ha, nechtasi bilan gaplashgan bilan minutcha. Minut yurganda. Ha, mana shunday holatda analitikaga o'tasiz, mana shu отчет degan narsasi bor. Hamma narsa ko'rinib turadi.
ipidan ignasigacha. Eshik tutsa ham bo'ladi. Esiz. Da, siz ishlarsizmi o'zi birorta yerda? Ishlaganmi? Qayerda? BTP'da. BTP'da sotuvchi bo'lganmiz. Ha. Qancha? Necha oy bo'lgan? 3 oy. 3 oy? Zo'r. Mana bu yerda hammani mana dalillarida hadiyasida qancha gaplarsa es hadiyasida, sizvankida soatiga ko'rsatib turadi. Kunlik bo'lsa kunlik, oylik bo'lsa oylik. Mana bu yerda 17:01 dan 20:01 gacha mana shu holatda gaplashadi. Kim desa mana odamlar. Akmal, Asadbek, Shahboz, Fayoza, Maryam, Jasmina shu holatda bo'ladi. Mana bu yerga qaytamiz biz o'zimizni mana Bitrixga. Endi agar bog'lanib bo'lmaydi bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? O'ylab ko'radigan. O'ylab ko'radigan qachon o'tkazadi desa, nima deymiz? Qachon o'tkazish mumkin? O'ylab ko'radi degan savol. Mana shu stadiyaga. Buni stadiya deydi, qovun desa ham bo'ladi. Hamma o'ziga to'g'rilab aytsa bo'ladi. O'ylab ko'radi. O'ylab ko'ray, adamdan so'rab ko'ray. Ya'ni bunaqa Masalan. buning uchun biz nima berishimiz kerak ularga? Sotuvchi bo'lsangiz, o'zidan o'zi shuni telefon qilsangiz o'ylab ko'raman demaydi, to'g'rimi? Offer beradi. Hop, yana akalar ko'ramiz. Deadline bersa bo'ladi. Shu kungacha vaqtingiz bor, ijozat Zo'r. Qachon aloqaga chiqsak bo'ladi? Qachon bo'sh vaqtingiz bor? Ha, vaqtingiz bor bo'lsa, misol uchun bizga qayta aloqaga chiqing, SMS yo'nalishimiz mavjud bo'ladi. Qani. Hech qachon aloqaga chiqmaydi. Agar o'ylab ko'ray, Endi mana qarab turing, qachon agar mana bu yerda aytdiki bog'lanib bo'lmaydi. Bu yerda shunaqa sistema qilib qo'yilgan, nima desa, bog'lanib bo'lmaydigan, mana misol uchun Muhammad Aziz shuni avtomatik o'tkazsa, nima bo'ladi desa, sotuvchilarning ishini osonlashtirish uchun bu yerda avtomatik SMS ketadi. Mashina o'tkazsa, biz sizga bog'lanolmadik, o'zingizga qulay vaqtda biz bilan bog'laning degan narsa bo'ladi. SMS ko'rinadimi? Ha? SMS ko'rinadimi? Qani? Ko'rinadimi? SMS mana bu yerda misol uchun bog'lanib bo'lmaydi, ko'raylik. Mana Nozanin 21-22 yosh ekan. Mana Nozanin deyapti. Qayerdan kelgansiz? Mana targetdan, Instagram reelsdan. Mana SMS yuborib, assalomu alaykum, Netflix platformasidan yozyapmiz. Siz bilan bog'lana olmaganimiz sababli iltimos o'zingizga qulay vaqtda biz bilan aloqaga chiqishingizni so'rab qolamiz. Tanlovingiz uchun tashakkur. Bu avtomatik ketadi. Shu bog'lanib bo'lmaydigan shuni o'tkazadi, avtomatik mana bu yerga to'g'ri keladi. Mana bu yerdan telefon keldi. Mana bu yerdan haqiqatda zapsi bor. Ya'ni bu sotuvchimiz kim? Yo'q, bu sotuvchimiz Asadbek Isroiljanov telefon qilgan, olmagan. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi bog'lanib bo'lmadiganda o'ylab ko'radigan, o'tganda biz nima qilamiz desa, haqiqatda sizlar aytgandek offer, boshqa yana nima dedinglar, chegirma, boshqa narsa bersangizgina keyin o'ylab ko'radigan narsa bo'ladi. Endi bular bilan qanaqa gaplashadi? Nima deb o'ylaysiz, aka? Qanaqa sotuv texnikalarni bilasiz? ko'p biladigan. Ko'p bilaman. Taklif beradi. Uni ko'rish vaqt beradi. Vaqt beradi. Undan so'raydi. Qachon telefon Siz so'ragansiz shunaqa qilib? Qana, undanmi? Ya'ni taklif beradi, siz shunaqa qilib gaplashganmisizmi? Yo'q, men misol uchun chegirmani narsa bermayman-a? Yo'q, siz gaplashganmisiz yigitlar bilan? Gaplashgan. Ya'ni 3 oy qisqa muddat emas-da. Qisqada, ko'p qiz. 3 oyda noldan bitta sohaga pul topsa bo'ladi. Ya'ni o'zlari aytmoqchi bo'lganim, ya'ni buni shunchaki misol uchun bitta odam telefon qilsa, ya'ni chekingizga bog'liq, misol uchun 100 ming, 200 ming narsa bo'lsa, davay, bo'ldim, gaplashdim, bo'ldi, mana shu kontent tashlang, bo'ldi, gaplash boshlashingiz mumkin. Lekin siz Iloji boricha olib qolishga harakat qiladi. ya'ni olib qolish degani ham texnikalar bor, to'g'rimi? Bitta texnika bor, sotuvda spin degan texnika. Spin degani hozir ko'rsam, mana tarafini ko'raylik. Ko'rdigan Bitrix, Ammo CRM, ya'ni yana qanaqalar borki, tizim har xil, ya'ni juda ko'p variantlar bor. Mana bu sizlar aytganingizda holat. Haligi boya ko'rdik-ku, boshida agar internetda bo'lsa, sheets ko'rasa, mana bu yerda kim, mana bu yerda to'lov qildi, qilmadi, VIPga yoziladi, Proga, Startga, juda muammo bu yerda. Tartibsiz. Bir kishi tap etib delete bosib yuborsa, hamma degan ma'lumot olib kelgan klientda yo'q. Mana sotuv ssenariysi bu misol.
spin degan texnika bor. Ya'ni nima qilinadi desa, tasavvur qiling, sizni bizning kursimiz 3,5 million so'm SMM. Va bizga kim lead qoldirgan desa, Toshkentga kelgan, Toshkent emas deydi, mana misol uchun Samarqandning bir chekkaroq joyda yashaydi, qishloqda va Samarqand shahriga kelgan, endi Najot ta'lim biladi, lead qoldirgan, endi biz gaplashyapmiz. Nima deb gap boshlaymiz? So'raymiz. Hol surat tanishtirib, o'smirlarni bilib, tasavvur qiling, mana o'sha insonga meni gaplashamiz siz bilan. Mana o'sha Samarqandni qaysidir qishlog'idan Netflixga SMM kursiga qiziqish bildirganman, yoshim 20-25 atrofida men bilan gaplashamiz. Daromadi nima deydi? Yo'q, hali endi so'raydi-da bular. tanishib bo'lgan. Yo'q, tanishamiz, boshqa. Hali to'y deb chaqiryapti. Men oldin ayollar. Ha. Tamam. Yo'q, xonim, davay. Qancha oldi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tanishamiz, siz. Yo'q, serios men bilan. Najot Netflix kompaniyasidan o'qigan chiqyapman sizga. Hop. Bizlarning kurslarimizga qiziqish bildirib, saytimizda yoki Instagramda qoldirgan ekansiz. Ha, mana shunaqa edi. O'zi qiziqishingiz bormi? Dasturlashganmi yoki SMM faqat? O'sha internetda, Instagramda ko'ruvdi, chiquvdi, o'sha zaryadga qoldirib qo'ydim-da. O'sha bilmadim, o'sha ijtimoiy tarmoqda o'sha haligi zamonaviy kasb deyishadi, yaqinda shu Najot ta'lim ochildi, o'shanga qoldirdim-da zaryadga Samarqandga. Oldin o'qimagan xabaringiz yo'q-a? Soha bo'yicha. O'sha internetdan pul topishni bilaman, lekin juda ko'p narsa bilmayman. Menga bir kichik izoh berasizmi sizga kurs haqida batafsilroq tushuntirib beraman. Mayli. Buni tushuntirib bo'lgandan keyin Ha? aytadi, endi o'ylab ko'rganki, o'qimoqchi bo'lsa, anaqa deb bo'ldi. Sota olaman deydi, agar o'qimoqchi bo'lmasa, anaqa qiladi, o'zini nozga solib, bir o'ylab ko'ray, ekrandan so'rab ko'ray deydi. Hop, keyin nima uchun hozir o'ylab ko'rmoqchisiz deb savol beradi. Keyin aytadi, kamroq yoki bo'lsa anaqa. Keyin yana anaqa savol beradi. Yaxshi bo'ldimi? Yaxshi bo'ldi. Ya просто anaqa ideal komediya yo'q. Yo'q, men siz ideal bo'lishingizni ham kutganim yo'q, shunchaki men holat qanaqa bo'ladi tushuntiryapmiz-da. Ha, keyin tushuntirib, agar shu kursda o'qisangiz, menimcha pul topasiz, o'zingiz kelajagingiz uchun. Keyin biz kursimizda o'qisangiz, 2 oydan keyin $1000 dan $1,5 Ha, hop. Zo'r. Endi qarab turamiz, mana shu holatda bo'ladi. Siz nima dedingiz? Chegirma bersa bo'ladi dedingiz. Agar narxi qimmatga qo'yayotgan bo'lsa, bo'lib to'lash imkoniyati mavjud yoki 1 yil davomida zo'r va bu siz aytayotgan narsalar bu sizning fishkangiz bo'ladi. Fishka degani yoki texnika o'qib, keyin bizga ishlab berish. Kompaniya bankrot bo'lib ketadi. Kompaniyaga navbat yaxshimasmi? Bizda ishlab beradi, yaxshi kadr bo'lsa. Hammaga ishlayapsiz. Najot ta'limda sizdagi gruppadan bitta emas. Bir vaqt o'zida kamida 5 ta yoki 10 ta o'qiydi. 10 ta degani bitta gruppada 20 tadan bo'ladi. U juda ko'p. Uncha odamga ish topib berish, misol uchun bitta bola gaplashib o'tiraversa, darsda u insonga qanaqa ish topib berish mumkin? O'zi xohlamasa, to'g'rimi? Buni o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni aslan offer bersa, hech kimga yo'q offer, balki zo'r ketarsiz. Qanday har bittasi skidga berolmaydi, u foiz skidga beryapti desa. Bo'ladi. Sizga ham bo'ladi, misol uchun. Har bittasiga agar kurs olmayotgan bo'lsa, olish uchun skidga bersa. Kompaniya qadri ham tushib ketadi o'zida. Ha, eshiting. Mana bular aytdilar boshida, vaqtingiz bormi? Gaplasha olasizmi deb aytdilar. To'g'ri, birinchi marta ismimni so'radilar. Mana bu yerda aytyapti, spin degan sotuv texnikasi bor. Ya'ni siz odamlar bilan, inson bilan gaplashayotgan paytingizda o'sha narsani, ya'ni bular vaqtingiz bormi deganda ichiga kirish kerak, holatga. U insonni tushunish kerak. Bular ozgina bir ikki savollar bermadilar. Haligi ko'rganmisizlar? Sell me this pen to me deydimi? Haligi o'shani menga soat deb. Eshitganmisizlar? Nima bo'ladi shunda? O'zbek ham chiqdi o'sha narsa. Soat deydi. Ha. Aytadi. Agar deydi, hozir menga ismini yozib bersang, men senga katta beraman. Ha. Aytadi.
Mana o'sha yo'q deydi. O'shani ol deydi. Hop. Ko'rishingiz qani? Siz boshqalarni ko'rgan ekansiz. Bu yerda nima deyapti? Birinchi o'rinda siz mijozni o'rganishingiz kerak. Nima bo'ladi desa, vaqtingiz bormi, ismi, familiyasini so'radingiz. Abdullayev, Sotaqo'zim, misol uchun, hop, SN o'rganmoqchi ekansiz. SN o'rganmoqchi ekansiz. Hop, endi vaziyat savollari debdi. Vaziyat degani holatini tushunib olishingiz kerak. Holat qanaqa bo'ladi? Misol uchun, sizning holatingiz qayerdasiz? Toshkent viloyati qayerda? Zangiotdan. Nima ish qilasiz? Sizmi? O'qiyman. Hop, qayerda o'qiysiz? Irrigatsiya Irrigatsiya qanaqa sohada? birinchi kurs iqtisod. Birinchi kurs iqtisodda. Qayerdan bu sohaga qiziqib qoldingiz? Bu sohaga? Ha. Ha. Hop. Qaysi sohaga? SN sotyapmiz sizga. Ha. Kurs sotolisizmi shunda hozir? Ha? Kurs sotolisizmi? Yo'q. Sotolisizmi? Yo'q. Instagramda story qilib o'tirgan chiqib qolgan. Ha, undan keyin o'qiyapsiz, to'g'rimi? Mana shu yerda mana ko'ryapsizlar, bu akaning qiziqishlarini, nima to'g'ri keladi, nima to'g'ri kelmaydi, hammasini vaziyat savollari va insonni ichiga kiryapman. Agar bu akani orolarini va kamchiliklarini, qayerda nima kerakliklarini topsam, shunga qarab men nima qilaman? Ko'proq berasiz. Ha, xuddi shunaqa bo'ladi. O'zi turib o'chib qoladimi? Ha. Endi muammo savollari deganda, bu akaning muammolariga qarab turib mashg'ulot qila olasizmi, bunaqa qila olasizmi degan savollar beradi. Hozir men ko'rsataman, sizga qanaqa bo'lishligi. Ta'sir savollarini ham ko'ramiz. Ehtiyoj va foyda savollari. Oxirgisida bular aytdilar, 10% chegirmani siz boshida assalomu aka yaxshimisiz, tuzingsiz? Xo'p, aslida 10% chegirmani xarid qilib oling. Yo'q, cho'ta qimmatroq ekan desa, bo'ldi boshqa beramiz desangiz, olmaydi. Olmaydi. Biz boshida nima deydimi? Kalla qimmatli eshitib bo'ldi, o'sha tamom. Siz agar bitta mahsulotni yetarlicha aka ashtaqa bo'ladi, ashtaqa muammolaringizga yechim bo'ladi. Tasavvur qiling, siz biznesmensiz va qaraysiz, qo'shningiz yoningizdagi magazinchi ijtimoiy tarmoqni kuchaytirib, zo'r bo'lib ketdi, siz ham adashib ana internetga kirib, lead qoldirdingiz va chiqyapti aloqaga, sizga nima bo'ladi? Aka, nima ish qilasiz? Men kiyim sotaman. Qayerda? Namanganda. Xo'p, qaydan bilib qoldingiz? Mana shunaqa sheringni qilib o'tib, ancha yaxshilanib ketdi. Shuning uchun men o'rganmoqchi ekanman. Xo'p. Anchadan beri ish qilasiz. Qanaqa o'zi bilasizmi bu sohani? Deb men aytyapman, shu qayerlarni biladi bu sohani yoki bilmaydi. Esanmi? Esan deganda bu inson nimani tushunadi? Shuni so'rab olaman. So'rab olgandan keyin gapirishi mumkin. Inson, aka, mana bunday o'qisiz, mana bunday bo'ladi desam, ha deb keyin tushunadi. Agar u biladigan narsangiz, ha deb eshittiradi. Bilmaganlikka olib. Shuning uchun shunaqa holat vaziyatda bo'ladi. Xo'p. Ushbu yo'q tugadi, men sizlarga spin savollarni olib ko'rsataman. Mana suhbatda shunaqa savol bergan. Qayerda? Grafiy suhbat. Yo'q, Qani qoldirgan. savol Ya beradi. hozir o'tgan. Nima savol? Yo'q, yo'q. Esiga haqida mana shuni so'radi. Ha, ism nimadir tushuncha Mana vaziyatga oid savollar, problemaga oid bevosita savollar va yo'naltiruvchi savollar. Aytyapti, mana sizga aynan nima kerak? SN kerak, ha? Qachonga kerak? Endi bu umumiy bo'lgani uchun sal o'zgaradi. Sotuv skripti tuziladi. Hamma kursga, produktga qarab. Nechta dona kerak? Umumiy sizdan nima qoniqtirmayapti? Mana shu yerda men bilib olsam, samani olsam qoniqtiradi deyman. Nimaga qoniqtirishini, nimaga aniq qo'shnidan emas, sanani oshligini isbotlab beraman. Natijaga chiqa olamanmi desa, aka mana natijada, mana tashib beraman deysiz. Va sizga hali yo'q, korоче, yo'l qolmaydi boshqadan olishlikka. Ha? Daromadingiz qanday? $300 bo'lsa, ishdan keyin o'rgansangiz 200 qo'shiladi. Va 3 oydan keyin agar eplab ketsangiz, o'zingiz asosiy soha qilib olishingiz ham mumkin. Va bizda buni qilganlar bor desangiz, bu unda yaxshi. Zo'r bo'ladi. Siz isbotlayapsiz, gapingiz shunchaki shunday qilsangiz bo'ladi desa, qayerdan? Sabab bormi, dalil bormi, shunaqa qilganlar bormi deysizda? Ha? Qo'shimcha qarzini ish olishingiz mumkinmi? Mana boyagi haligi ishdan keyin ish olasizmi degan savollarga. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Keyingisi, bilan ishlashda qanday qiyinchiliklar bor? Misol uchun, bilmadim, Odamlar bilan ishlashda, kimlar bilan ishlashda qaysi? ishxonasidagi muammolar bo'lishi mumkin, misol uchun, farqi yo'q. Sizga aynan nima mos kelmaydi? U klient direktor qo'ymaydi. Yo'q, bu
umumiy, uni siz kreditni tutiladi. Misol uchun SMni bilan so'rabmaydi. Shuni aytibman-da. Og'irlikqa qarab bo'ladi. Bu narsa bu umumiy bo'lgancha umumiy aytyapti. Bevosita savollar nima qanday yo'qotishga olib keladi, nima uchun sodir bo'lmoqda deb o'ylaysiz, nima mos ta'sir qiladi. O'sha og'riqlarni olganingizdan keyin shu o'sha og'riqqa ozgina tuz sepasiz, bosasiz va oxirida yechim berasiz. Ana shunaqa holatda ishlaydi. Odamlar. iPhone olasiz, sizda qanaqa og'riq bo'lishi mumkin? Misol uchun MacBook, Impulse nima edi? MacBookda tagiga chiqdi, sizga bog'lanishda mana shunaqa holatda bo'ladi. Daromadingiz qanaqa? Endi agar sal chunki iPhone ham siz bugun shunaqa turib iPhone olaman deb borib olib kelmaysizda. Nima bo'ladi? Oldindan chiqadi. Hamma maqtanadi, ko'rsatadi, o'tadi, hammaga. Instagramda har xil bo'ladi. Endi odamlarda har xil. Misol uchun siz bilaman, hozir grant bitiryapsiz, to'g'rimi? Bilmadim endi qanchalik kimlikni iPhone tutasizlar. Bu degani iPhone tutmaydiganlar yomon yoki yaxshi degani emas. Qarasangiz, siz bilan teng bitirgan inson 2 oydan keyin iPhone olyapti. Shu bilasiz, har kun storiesda qayerdir yurganlar, kim bilandir ko'rga o'rib bolalar ketyapti. Bu mana bilan. Ya mana harakat qilmasam bo'lmaydi. Ana shu payt nima bo'ladi? Olaman, endi iloji yo'q. $300 $200 ishlasam ham baribir olaman deysiz. Ana shu payt men bu voqeani sizdan bilib oldimmi? Bilib olgandan keyin mashinaga aloqador nimadir qo'yishim mumkin. Va oxirida hech qachon men kursimni aytgandan keyin bitada bo'lib to'lash, 10% deb demayman-da. Siz uni fishkangiz bo'ladi deganda nima desa, oxirida agar olmayman deganiga o'sha yopildi deb qo'yinglar. Yopilib bo'lganda, aka, agar imkon bo'lsa sizga 2 kun ichida to'lab olsangiz 10% chekitga qilib deyishingiz mumkin. Baribir neta bo'ladi-da. Neta bo'ladi-da. 10% chekitga. Qanaqadir misol uchun o'tgan kursiga misol uchun majburlab sotyaptimiz, skidka beryapti. Yo, shunda просто klientlar noto'g'ri o'ylanib qoladi. Endi bu ham vaziyatga qarab va biznes turiga bog'liq bo'ladi deb o'ylayman. Ya, endi misol uchun kurslar beradigan shunaqa bo'lib qoladi. Men aytaman, bilmayman degan afsarroq, shu unaqa bo'ladi degandan ko'ra hamma biznesga ham to'g'ri keladi bilmayman. Bizda onlaynda shunaqa. Ya'ni agar siz bir kun yoki 2 kun ichida to'lab oladigan bo'lsangiz, sizga 10% ga berishingiz mumkin. Va bu birinchisi. Mana shu holatda qilib, keyingisida agarcha bo'lmasa, uni ham bo'lmasa, bo'lib to'lash taklif qilishingiz mumkin. Lekin boshdan bo'lib to'lash taklif qilib qo'ysangiz, sizda fishkalar qolmaydi. Ertaga mana gapirayotgan paytda nimadir deyish bilmay qolasiz. O'sha bo'ldi, yopiladi sizga inson. Mana shu holatda bo'ladi. Endi bu yerda asosiy muammo sizlarda nimada bo'ladi? Marketing bilan ishlashlikda bo'yinda aytdik, lead sifatsiz. Leadni qanaqa qilib ko'tarish mumkin sifatini? Nima deb o'ylaysizlar? Misol uchun aytayapti, duplikat deyapti, raqam noto'g'ri, raqam qoldirmagan. Nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Misol uchun bitta muammoni olamiz. Sotuvchilar chiqyapti sizga, marketingdagilar ishlamayapti, hammasi raqamsiz. Raqamsiz? Google Form yoki duplikat. Google Formga raqam qo'shish kerak-da, shu raqam. O'zi bor edi degan qolmaganda. Ikkita qo'shsa-chi, birinchi raqam, ikkinchi. Men обязательно vaqtni qo'ygan. Telegramni qo'shgan. U yuborib qo'ydi-yu. Обязательно вопрос qilgan bo'lsa. Mana buni bola sababchi bo'ladi-da, agar target to'g'ri bo'lsa-da. Mashg'ulot yoqqanda haligi joyda uni qo'shmagan bo'ladi-da. To'g'rimi? Ya'ni siz hozir bu yerda SM manager deb umumiy hammaga targetologga ham, marketologga ham, content makerlikga ham, yana kimlar bor? Copywriterlikka ham umumiy qilib o'rgatilyapti. Boshlang'ich ba'zan berilyapti, lekin ko'chaga chiqsangiz, ustki sohada ishlashingiz kerak bo'ladi. Bo'lishi mumkin content makerlik, copywriterlik, kim? Targetologlik, yana shunaqa ustki soha tanlash. Bularga aralashmasa ma'lum bo'ladi. Bunaqa emasmi? Ya'ni marketing ham tanlasangiz bo'ladi. Hobbi. Ustki sohani tanlaysiz, mana shu holatda. Va siz javob berasiz. Nimaga desa, boyaga sifatsiz bo'lyaptimi? Demak, endi qarab turamiz. Yana bitta muammo. Nima desa, sotuvchilar chiqyapti, o'zi nima sotib olayotganini bilmaydi. Kimga qanaqa telefon qilganini ham bilmaydi. Bunda nima muammo? Tushunmaslikda birada. Xo'p, tushunmadi. Yo'q, produktni tushunish emas. Telefon qilganda 18 dan misol uchun kichkinalar. Ularga telefon qilsangiz, Target noto'g'ri. ming javob bersam nima bo'ladi?
Demak, bunda kim ayb bor yana? Aslida Yo'q, endi qisman Asildek, yana bitta muammo bo'lishi mumkin bu yerda. Yana kim muammo? Bu agar videoni oladi, yoqib beradi-yu, to'g'rimi? Qisman menejerda ham bu content makerlar bo'lishi mumkin. Ha, bunday ham bo'lishi mumkin. Content maker uchun targetga video qilayotganda Noto'g'ri uchun message noto'g'ri beradi. noto'g'ri mesaj berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Misol uchun nima deyishi mumkin? Xatoda bilmadim, misol uchun 3 kun ichida to'lab olsangiz 50% skidka deb yozib qo'ygan bo'lsa-da, umuman boshqa narsa yoki yosh bola bo'ladigan bo'lsa, video juda anomas, yaxshi emas, ya'ni sifatli bo'lmagan. Qanaqa sifatli bo'lmagan desa, boshqa auditoriyaga ketgan va tasavvur qiling, yosh bola sizga yoki qanaqa misol uchun ishlamagan kreativlardan hook yomon, CTR yomon, shunga o'xshash muammolar bo'lganda va sotuvchilarga lead konversiya tushib boradi-da. Ya'ni hamma joyda varanka bo'ladi. Mana shu sohaga kirdingizmi, doim varanka. O'sha sotuvda ham varanka bor, issiq, sovuq, shunaqa bo'ladi. Benim qaysi? Kompyuter soat Kooperativ. To'rtdan beshta guruh. 5ta. Hozir 4ta. .NET, Node.js bor, kooperativ, kompyuter soatxonligi. Bir paytlar pulga sotilgan bu narsa. Men bir kun nima bo'ldi? 2 oy, 3 oy oldin SM motivator degan Telegram kanalga qo'shilib qoldim. 28 mingta odam bor ekan. Hammasi ayollar, erkaklar yo'q. Ayollar jonlida efirda 1000 taga odam ayollarga yaqin auditoriya qatnashgan. Keyin bir kun bittasi yozib qoldi. O'rgangan ekan, men PDF qilishni o'rgandim dedi. PDF dedi. PDF qilishni o'rgatdi dedi. Ya'ni kurslar bor ekan, har xillari qancha desam 9 million qancha dedi. Ya'ni men aytdim, menga admin yozdim, o'sha joyda ovozli chat bo'lyapti, ovozli chatda admin yozdim. Shunaqa desam, endi o'g'il bola profilda yozgandan keyin bu o'g'il bolaga emas, ayollarga. Okey, men sening olib beraman desam, mashtaka dedi, 9 million allaqancha so'm. Unda samatsenkani oshirish, bola degan darslar bo'yicha umuman haligi chiqib ketib qolgan mavzudan. Keyin men o'sha joyda gruppadan qayerdir yozuvdim, bu narsani siz aytayotgan narsani tekinga Netflixda o'rganishingiz mumkin deb YouTube linkini bergan. Ya'ni oddiy narsa, kim siz qachondir pulga sotib olyapsiz, uni qayerda tekinga ham berish mumkin-da. Misol uchun siz agar kompyuter soatxonligini bilsangiz, uncha yaxshi ishlay olasiz, ishlab keta olasiz. Bu compound interest deydi. Bilamizmi compound interest nimaligini? Yo'q. Qo'shma foizmi nima deydi? Effekt bor. Do the thing that compounds every day degan narsa bor. Tasavvur qiling, ikkitani SEO managersizlar. Bittani Google Sheets ishlatish zo'r bilasizlar, bittasini umuman bilmaysizlar. Kim o'sha joyda muammo turibdi-da, shuni hal qilish kerak. O'ta qiziq turibdi. Ha, ertaga bunga ishoncha boshlaydi-da. Bilmagandan ko'ra. Chunki sohasiga bog'liq. To'g'ridan to'g'ri emas, ya'ni misol uchun. Shunaqa qilsangiz bo'ladi. Sheetsda o'rgatilgan. Misol uchun Canva'da siz dizayn qilishingiz kerak, tez qilishingiz kerak. Targetga yoqish uchun. Oddiy qilib. Jamiy professional grafik dizaynerga bersangiz, 3 kun, 1 kun oldin tezini yozasiz, 3 kunga deadline qo'yasiz, keyin so'ra olasiz. Ha? Nima deyapti? Layner o'qiyapti. Ushbu deadline qo'yasizlar. Endi hamma ham shunda. Holatiga qarab. Biznesga qarab o'zgaradi. Mana shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Okay? Xo'p, endi sotuvda yana boyindaqa muammo nima desa, duplikat bo'lyapti, lead sifatsiz. Nima qilishimiz mumkin? Aytadi, sen 18 yoshdan kichkinalarga yoqqan ekansan, hammasi bular gaplasha olmayapti. Sotuvchilarning motivatsiyasi tushib ketyapti degan narsa bo'ladi. Ya'ni sotuv bo'limining rahbarida. Aytdim-ku, 10 tasiga telefon qiling, ertalab telefon qilsa olmayapti, qizil beryapti, cho'niga tiqyapti, umuman ko'tarmayapti. O'sh bo'lsa ishlagingiz kelmay qoladi, sotuvda bo'lsangiz. Ertalab 20 tushuntirib shunday deganda. Tap etib O'ylab ko'raydim. Keyin o'ylab ko'ring. Yo'q, haqiqatda shunaqa bo'ladi. Bu narsa normal holat. Shunaqa.
bir kun zo'r gaplashadi, unaqa bo'lmas, spin bolalar qilasizda, oxiri kelgan ertasiga o'ylab ko'raylik, o'qigan ishlar telefon qilsangiz, yarilmadi, yo'q bo'ldi. Ana o'sha paytda shuncha qilgan ishim qayerga ketdi deysizda. Ana shunda endi aytasiz, 18 ga qaytamiz. 18 yoshli bolada bizda muammo bo'lyapti. Ular nima qila olmaydi, bilamizmi? 18 yoshli bola o'zi 3,5 million kursi sotib olishi mumkinmi? Yo'q. Hop, qachon kim sotib oladi 18 yoshli bolaga kurs sotish? Demak, nima qilishimiz mumkin? Sotuvda o'tiribsiz, nima qilasiz? Ota-onasiga O'ljani ota-onasiga. 18 yoshda 18 yoshda 40 yoshgacha qilish. Nima? O'zi 18 dan pastga farqi qilmaydi. Ukangiz Instagram ishlatadimi? Kimdir ukasi? Endi misol tasavvur qiling. Ishlatadimi? U kimdir profildan kirgan bo'ladi. O'zi Instagramga 18 dan pastini qilmaydi. U nechi qiladi? Menga 19-18 qiladi. Chunki bunaqada tushadi, to'g'rimi? masalan qonda ishlatganda 17-16 yosh payt ishlatganida bundan reklashmasdi. Ha, Shu tarzda. Hozir endi chiqib qo'yadi. hozir 17-18 emas, to'g'rimi? 17 dan kichkina emas. Mana shuni ishlar. Bolasi 17 kishi ko'rsatlariga. Yo'q, Hali sariga chiqmadi. Endi aytmoqchi bo'lganim mana bu yerda 18 yoshlilar, ya'ni o'zi 18 deb Instagramga kirgan, lekin o'zi real emas. Telefon qilsangiz, unaqa maktab o'quvchisi yoki bir bola muammo. Endi nima qilinadi desa, siz sotuv bo'limida muammo shu. Litsa sifatsiz, chunki 18 yoshdan kichkinalar. Ular qaror qabul qilishni bilmaydi. Sen bo'li onlayn kurs sotib olmaydi degan xayol keladi. Endi siz o'sha paytda siz uni ta'sir qiluvchi kim? O'sha ota-onasiga qaratishingiz mumkin bo'ladi narsani. Approach. Endi nima qilasiz? Bola bilan gaplashish, shu bildingiz qiziqishi bor, lekin puli yo'q. Nima qilasiz? O'sha paytda ota-onasiga aytishingiz mumkin. Nima deysiz? Qaror qabul qila oladigan, sotib ola oladigan inson uchun siz o'sha inson bilan gaplashishingiz mumkin. Aytasiz, "Shu mana shunaqa ota-onangiz bilan gaplashib ko'rsak bo'ladimi?" deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Chunki sotuvchining ham KPI'lari bo'ladi. KPI deganda bir kunda 3 soat to'xtamasdan gaplashish, misol uchun. Bir kunda 2 ta sotuv qilish. Yana nima? Haftalik bo'ladi bu narsani. Haftalik bir kunda 6 kun bo'lsa, bir haftada 12 ta sotuv qilish kerak. Majbur deydigan talablar ham bo'lishi mumkin. Va bu narsa odamdan odamga o'zgaradi. Mana shunaqa holatda qo'yasiz. Agar qila olmasa, ana shunda siz harakat qilasiz, shu haligi bolani ham chiqara olmaslikka. Lekin bu tarafi ham bor, ya'ni o'zi umuman shu tushundingiz, insonni sizning mahsulotingiz hozir kerak emas. O'sha paytda siz ya'ni odamiylik jihatdan qaror qabul qilishingiz kerak, shu unga bu kurs kerak emas, demak bu insonga kurs berishim shart emas, ya'ni tiqishim shart emas, o'tkazib Majburlar. shunaqa qilishim shart emas. Va doim men o'zimda bo'lgan holat nima? Shu narsani men o'zimga ravo ko'raman. Misol uchun bizda bo'lgan kompyuter soatlarga oldin pul bo'lgan 500 ming bo'lgan. Biz yaqinda bepul qilganmiz. Bitta sotuvchi kelyapti, 500 mingga sotsam bo'ladimi deyapti. Muallif qilmoqchi. Yo'q, ma'lumotli huquq emas. Shunchaki u o'zini kunlik planni bajarish kerak. Sotuvchi o'zini KPI'ni qilish kerak. Ya'ni bu to'lov tushirish kerak. Uning uchun o'sha bitta kelib qoldi. Lekin biz uni tekin qilib qo'yganmiz. E'lon qilganmiz, lekin telefon qilgan odam bilmaydi narsa. Nima aytdim? To'g'ri, bu narsa sotuv qilish kerak. Lekin sen unga nimadir olyapsiz-da, bilasiz, shu tekin degan. Ya'ni yer chaqalakki aylantirishga kelib qolish mumkin-da. To'g'rimi? Sizga kimdir tekin narsa puliga o'tkazib qo'yish mumkin. Shunga harakat qiling dedim, keyin tushundilar, keyin o'sha bir marta tekinga berildi. Tekinga berildi o'sha. Shunaqa holatda bo'ladi. Muammo doim shunaqa bo'ladi. Ya'ni lead yomon, lead sifatsiz, shunaqa bo'lishi mumkin. Biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda juda ko'p faktorlar bor. Chunki target olib beradi, content maker qilib beradi, mablogografiyani, videoni mablograf olib beradi. Misol uchun siz asosiy nima qilishingiz kerak? Muammo qayerda? U qayerdan kelyapti? Shuni o'rgansangiz kifoya bo'ladi. Endi sotuv bo'limida asosan shunaqa. Chunki hozir men ishim ham sotuvga ham aloqador, ham marketing ham bor, aralashtiriladi. Shunaqa muammolar. Savollar bormi?
O'zi tushundingizmi? Nima tushundingiz? Shularni chap qo'yinglar. Yo'q, buni bitkazib tashlab beraman. Buni tashlab beraman. Deytlar sifatli bo'lish uchun avstriyada to'xtamay bo'lish kerak. Video shunga to'g'ri yasalgan bo'lish kerak. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Aslida siz yoqdingizmi, yoqmadingizmi? Yo'qda. Siz yoqdingiz, to'g'rimi? Tabriklar. Bo'ldi. Bugungi bo'lgan holat Ishlovchi. juda arzon tushgan. Sizlarga ko'rsataman. Shu arab yozgan uchunmi? Aslida ko'p narsa ham oldi. Ikkinchi. O'tmagansiz tabiatda. Tushuntirdim buni. Mana bu yerdan ko'ryapsizlar. Hozir bu yerda bittasi aktivan umumiy kursdagi bitta videoga yoqilgan deylik, tasavvur qiling. Mana shunda kelyapti bu yerda mana 0.39 sent. Bu degani $1 emas. Emas, tepasidagi. Uzr. 80 sent degan. $1 Qimmat. qimmatmi? Uncha bo'lsa qimmat emas. Nimaga asosan qimmat deyapmiz? Qarayda man qarab yoqamiz o'zi. Hop. Kreativ yaxshi bo'lsa agar Qanaqa sohaga? Travel sohasiga. Ha. Qarang. Misol uchun men bilmayman bu narsani travelda qanaqa bo'ladi holat o'zi. Misol uchun bitta holat. Misol uchun real estate'da $10 dan tushayotgan bo'lsa, siz yaxshi bo'lishi mumkin bu narsa. Chunki chek baland bo'ladi. Bitta odamga. Bunda boshqacha bo'lishi mumkin. Misol uchun sizlarda ham narsada travelda bo'lsa, bilmayman, 1000 yo 1.5 ming bo'ladi, to'g'rimi? O'sha atrofida bo'ladi. Jiddiy. Ha, yo'q. Chek. Ya'ni sohaga qarab o'zgaradi bu narsa. Lekin hozir biz sohamizda bu zo'r. Bu zo'r emas, endi yaxshi. Konkurensiya balandmi? Ha, onlayn ta'limda juda ko'p. Zapus bor bu yerda. Bizda qala bitta emas. Offline. Ha, offlayn bor misol uchun. Endi misol uchun qishloqdagi insonga bu qulay bo'lishi mumkin, lekin qishloqdagi insonni o'qitish ham bor-da. Uni anglari ko'p, og'ri haligi chalg'itadigan narsalar. Shunaqa holat. Endi mana qani 80 sentdan tushgan va bundan juda arzon tushgan bu narsa va videoni hozir qarang. Haqiqiy og'riqqa borganman bu. Deyarli har kuni o'qiladi tabii. Endi. Ya'ni siz pulli sizni planingiz bo'ladi, sotuv bo'limiga nechtadir lido olib kelasiz. Majburiy. Chunki ertaga sotuv bo'limiga kelib birinchi qiladigan ish yangilik bilan bog'lanish bo'ladi. Yangilik bilan bog'lanmasa nima bo'ladi? Yo'q. Bog'lanish uchun lid bo'lish kerak-da. Lid olib kelish uchun siz ishlashingiz kerak. Ishlash uchun u taklif bo'lish kerak. Shunaqa holat. Bu oddiy bir qiziqmas, ribga chiqmaydigan videoga taklif bo'lsa. Yoqiladi. Yo taklif chiqqandan keyin taklif qilgandan keyin avtomatik ribga chiqib ketadi. Yo'q, Uni o'tgan joyda chiqib keladi. Ha. O'sha reklamada chiqish uchun qiziqarli video bo'lishi kerak. Hatto mana siz metaga pul to'laysiz-da. Nima uchun desa, mana shu reklamani mana shunaqa insonlarga chiqarib berasiz. Bo'ldi. U qiziq bo'ladimi? Qiziq bo'lmasa siz o'tkazib yuboradi. Va narsa mana bu yerda Hani bu chiqib keladi. Rekomendatsiyada. sizni tanlagan bo'lsa chiqib keladi. Samsungda. Agarda sizni kreativisi reklamadagi yaxshi bo'lmasa, mana bu narsalar qimmat bo'lib ketadi. Ya'ni siz o'zi 10 ta odam ko'rsatyapti, 9 tasi saytga o'tyapti, nima bu zo'r. Agar misol uchun-da, taxminan o'zi unaqa bo'lmaydi, konversiya juda past bo'ladi. Misol uchun 10 ta odam ko'rsa, 2-3 tasi o'tsa, balki bu zo'r bo'lishi mumkin. O'sha 2-3 tasidan siz qancha turga sotasiz? O'shani ya'ni nogo'nga qisqarib boradi. Ana shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, qani hozir oddiy video o'sha og'riqqa yoqilgan. Hozir mana to'g'rilayman.
Necha kishi ishlaysizlar? Netflixda. Qayerda? Netflixda. Sotuvdan Yo'q, marketingga. Marketingga. marketingda ham 1 bo'ldilar, 2, 3, 4 kishi. Ko'paygansizlar. Onlarga sepasat qo'ydim. Qani? Tashlaydingizmi? Boytamlar, qiynalyoapman. Ha, shu ko'pman. 5 marta chiqdi. So'rsinlar, chiqdi. Shunchaki oddiy narsa. Qo'zg'olib qo'ydim. Yo'q, so'nggi, mayli o'zingiz so'rang, bu muammosiz. Qarang, bu yerda nima bo'lgan? 20 yosh o'zi qanaqa odam? Hali o'sha moliyaviy yetishmagan, biroq yaxshi ish topmagan. Maqsadlari potensial yuqori, unga yarasha anaqa yo'q. Da, shunaqa holatda deyapti, yoshim 20 da tezroq uydagilarga pul topishim kerak degan. Agar bu o'qishga kirmagan bo'lsa, haqiqatda pul topish kerak. Yoki bitta sohaga kirgan, haligi boy usta bilan aytdim-ku, usta nima desa, hop deb qilib yuradi yoki o'zida qiziqish yo'q. Ana shunaqa holat. Kechqurun kelib, ovqat yegandan keyin Instagram ko'radi. Shunda 7 tushdimi shunda? 7 tushdi. Va 80 sentdan tushganda. Yo'q, 7 tushdi olib. Yo, hozir ko'rmadim uni. Lekin aptanga yoqadimi? Ertadan 20 dan oshib adashasizmi? 20 dan? Mana. Va bu narsa og'riqqa borgan. Shu 20 yoshdagi o'rtasida siz necha yoshingiz? 20. Ha. Endi siz endi grantga kirib qolgansiz-da. Bilmadim, grantga kirganingizda qanday bo'lardingiz? Qisqa muddatda kasb olgan pul topish mumkinmi degan hammada muammo. Agar ya'ni o'rgangandan keyin ishga kira olamanmi deyapti. Bu ham yana bitta muammo. Tasavvur qiling, 3 oydan 2 oyda o'rgandingiz. Ish topa olamanmi degan savol. Albatta o'quvchilarimiz kursni tugatmasdan ishga bo'lishyapti. Va bu yetarlicha aniq bermaysiz, ma'lumot bermaysiz. Oxirida o'sha nima? Ro'yxatdan o'taydi. Sayt ko'rsatgan hozirgacha Sen eksempel qilishsin deb amaliyot ko'ryapmiz. did sifatli bo'lishi nima qilishimiz mumkin edi? Bu yerda o'tgan narsa emas, balki u narsa bir-biriga bog'liq. Asosiy narsa misol uchun. Aslida nomerlarni olib qo'yish. Xo'p, nomerlarni hali olmadik, to'g'rimi? Targetdan chiqdi, videoni ko'rdik, yetarlicha og'riq bor ekan. Aytdik, o'sha ishga kirib qo'yishing, ishga kira olasan, tez kasb o'rgana olasan, tez daromadga chiqa olasan. Bu og'riqlarga yechim qilib berdik. Endi buni promo telefonini olib turib, telefon qilsa, u biz haqimizda biladimi? Telefon raqamini qoldiradi. Yo, hali biz bunaqa joyga kelmadik. Yo, aytyapman, mana hozir mana shu yerda Instagramda shuni bossada ro'yxatdan o'tib biz telefon qilsa, biz haqimizda biladimi, bilmaydi. Chunki bu target chiqib qoldi. Hamma mana shu veb-saytga o'tkazganmiz. Maqsad nima desa, boya aytdilar-ku, 1 sentdan, 2 sentdan lid tushirish emas maqsad. Maqsad sifatli lid kelish kerak. Ertaga sotuvchilar unaqa ekan, bunaqa ekan deb devormaslik kerak. Endi bu ko'p tushirdi degani, yomon tushirdi degani emas. Faqatgina sifatli bo'lsagina, haligi siz ham ishlayingiz keladi, mana sotuvdagi ham ishlaydi. Sifatsiz bo'lsa, muammo edi, problema, pul ketdi, o'sha rasot qilib qo'ygan bo'lasiz. Darman. Vaqtingiz ham ketgan bo'ladi asosiysi. Kasb o'rganib davom chiqing. Natijaga chiqishingiz uchun jamoamiz bilan harakat qilamiz. Deyilgan. Nega FX tanlash kerak? Mana bu yerda sabablar aytib ketyapti. Endi biz kimligimiz, og'riqlar nima beramiz? Boshdan aytdik, bu shunchaki kurs emas. Mana bugun bitta sotuvchi aytdi, Asadbek bugungi tushgan, hozirlik bilan gaplashgan, o'sha ertaga sizga aniq aytaman, ertaga to'lov qilaman degan maqsadda. To'g'ri auditoriyaga, to'g'ri og'riq bilan, to'g'ri yechim va undan tashqari haligi sotuvchini spinni ishlatgan holatda mahorati haligi inson bilan gaplash. Yo, hozir sizlar bu degan o'rganib ketdi degan emas, bular ham o'rgatilgan. Xato qilmasligi, mana bunaqa qilasan deb. Ya'ni mana aytyapsizlar, tajribali ustozlar, sifatli video dars, 1 yillik imkoniyat, ya'ni amaliyotsiz qiyin. Haqiqatan amaliyotsiz qiyinmi? Mana o'zingiz ko'ryapsiz amaliyotga kirgandan keyin, to'g'rimi? Sizlardagi og'riqlarni yozilgan.
sizga beriladi materiallar, yordamchi ustoz ko'magiga deyilyapti, sertifikat beriladi, aktivlarga ishga kira olmasan degan maqsadda. Community bor, to'lov qaytarasan, qancha kunda sen hech narsa yutqazmaysan deganda aka. Pronto dars yo'q. To'lov qildik. Agar shunaqa bo'lsa, boshqani 7 kun ichida murojaat qilsangiz, to'lov qaytariladi degan bermagan. Da, qanday vazifalar aytadilar? nima deb o'ylaysiz misol uchun? Siz o'zingiz aytingchi. Qachon qaytarib berish mumkin? Kompaniya tarafdan o'ylang, siz shunchaki bitta inson Yalan bilaman. Hozir просто siz nima aytyapsiz? Qarab, qanday qaytarib beradi? Siz isbotlab berishingiz kerak. Misol uchun, Oddiy xillashtirmaylik, bitta joydan oyoq kiyim sotib oldingiz-da, men yoqmayapti, ertasiga olib borsangiz oladimi? yo'q. yo'q, misol uchun qayerdadir narsadir bo'lganda, Ko'p joy. Ayni bo'lsa-ku kamchilik bor, sizlar shunaqa kamchilik bor, shuning uchun pul qaytarib berish deb aytish kerak. Qaytarib. Bolam anaqa qilmadi, nima qilmadi desa qaytarib berilmaydi dedi. Bu bitta. Hamma joyda shu narsa. Endi bularda anaqa bo'lmadim. yo'q. Robotda qanday? Ya'ni mana qarang, sizdan ayb topib, haqiqatda aybni siz tan olasiz, sensible bo'ladigan bo'lsa qaytarib berasiz. Shunaqa bir vaziyat bo'lgan. Ya'ni tasavvur qiling, men oyoq kiyim sotib olib, menga bugun yoqdi-da, ertasi kuni kelib turib rangi yoqmayapti desangiz qaytarib bera olmayman. Bermaymiz. Ya'ni shunchaki qaytarib bera olmaymiz. Chunki siz o'sha paytda o'zingiz ko'rib sotib olgansiz. Hali bu qo'y, ko'r deydi-yu. Ya'ni shunaqa holat. Shunchaki qaytarib bermaydi. Va negativga ham shunaqa yondashiladi. Agar sizni o'sha inson chiqyapti, negativga men pulimni 7 kunda qaytarib beradi deydi, unaqa edi, bunaqa edi. Endi ijtimoiy tarmoqda oson-ku bu narsa. Yo'qsa siz o'sha joyda o'chira olmasdan oxirigacha borishingiz kerak. Shu siz haqligingizni isbotlab qo'yasiz. Kimdir nohaq bo'lishi mumkin, kimdir yo'q u yo'q bu. Yoki kimdir uzr so'raydi. Bo'lmasa shunchaki udayib qo'yadi degan narsa. Shunaqa holat bo'ladi. Mana bu yerda aytyapman, o'quvchi fikrlar. Ya'ni shu biz kursimizni olib turib natijaga chiqqanini ko'rsatib qo'yamiz. Ko'proq fikrlarni o'qish uchun netflix fikrlarga qo'shilishingiz ham mumkin deyiladi. Mana shu yerda siz haqiqatda kamiyasi balandroq bo'ladi. 10 ta odam kelmaydi, sizga sifatli insonlar keladi. Shunchaki odam kelmaydi. O'g'il bola, qiz bolani rasmini topolmadim. Bor edi o'zi qiz bolani o'zi da, chunki ayollarga ham qizlarga shunaqa bitta qo'shishim kerak edi. Erta qo'shib qo'yaman bu narsani. Qiyin narsa emas, akenda hali tilda qilingan bu saytda. Hop. Endi aytyapti, siz qaysi sohaga ko'proq qiziqasiz? Maqsad nima bu yerda? Qiziqishmi? Endi qarab turamiz, bitta sal aytaman, bu yerda narsa video nimaga yoqilgan edi boshida? Video qanaqa edi o'zi video? Bu yerda zamonaviy kasb bergan va qisqa muddatda pul topasan deyilgan, to'g'rimi? Lekin hali qaysi sohaligi aniq emas. Shunaqa. Va oxirida mashincha narsani o'qib turib, endi mana bu yerga kelyapti-da, nima deyapti? Qaysi sohaga ko'proq qiziqasiz? Bizniki nima? Hali esini. Bu sayt ichida, Instagramning formada emas. Iltimos yoshingizni belgilang. Nimaga yosh belgilashingiz kerak? Nimaga yosh belgilashingiz kerak? Sotuv aloqa. Da, ya'ni yoshi og'ir har xil bo'lishi mumkin. Ehtiyoj ham bo'ladi, lekin shunday holat bo'ladi. 18-29 demak, 18-19, 19-20, 21-22. Bizi auditoriyamiz shu. Misol uchun bu yerda 50 dan 40 dan tepasi yo'qda. Agar siz bilmayman, robbik bo'ladigan bo'lsangiz, sizda bu aniq bo'lish kerak. 18, 19 va 25 dan, 25 ham emas. 30 dan tepasi bo'lish kerak. Chunki 25 yoshli bolani 8 yoshli o'g'il bo'lishi little bit difficult. Ya'ni qiyin bu narsa. 25 yoshli bola. Tasavvurda endi buni ham sinab ko'rish kerak. Xo'p, endi mana bizga mana bu deylik, taxminan yana savol beryapti. Hozir kasb o'ylaysiz, sizga qanchalik muhim? Nima degani? Kasb o'rganish hozirda siz uchun qanchalik muhim? Pul topsang qanchalik muhtojsan? Endi tasavvur qiling, 5 kim belgilar? Kasbsiz
siz hali kasb haqida bu yerda gap o'n ketmadi. sakkiz bilan 19 yash. Yo'q, qanaqa og'riq bo'lishi mumkin? Yo'nalishdan Birinchi o'rinda mana boyagina iPhone'ni ko'rdik, to'g'rimi? iPhone holatida iPhone olish kerak, qo'lida kasb yo'q. Aniq bu bosadi. Agar buni 3 million oyligi bo'lsa, qayerdadir? 2 millionmi, kunini o'tkazib turgan bo'lsa, 1, 2 yo 3 belgilash mumkin. Chunki kuni o'tib turibdi. Mana 5 kun belgilaydi. Endi bu ham gipoteza. Gipoteza nimaligini bilasiz, to'g'rimi? Ha, ya'ni sinab ko'riladi, to'g'ri bo'lsa nima ishlatiladi. Endi men misol uchun to'g'ri. Kunim o'tib turibdi, qonun to'yapti, 3 million, 2 million oyligim bor. Bo'ladi. To'g'ri bo'lsa-na, yana nima chiqadi? Bizga mana ismingizni qoldiring, sizga nima qilamiz? Bog'lanamiz deb. Endi bu inson biz haqimizda nima biladi? Ko'proq ma'lumot biladi. Shunchaki kasb o'rganar ekanman, tez daromadga chiqar ekanman degan fikrdan ancha yiroqda bo'ladi. Chunki biz aytdik, social proof nima degani o'zbek tilida? Haqiqatda ko'rsatib o'tishda sizni qilgan oddiy kech chiqqan platforma emassiz, o'quvchilaringiz natijaga chiqqan, mana shu holatda endi mana bosganingizdan keyin o'sha bo'ldi, ro'yxatdan o'tdingiz, mana bu yerda bizni Bitrixga kirasiz. Bu 8 ta turibdi-ya. Mana hozir o'sha 11 ta bo'ldi, 2 ta qo'shib. Bir yarim soat ikkitadan tushyapmiz. Mana shu holatda tushdi. Endi menga telefon qilsa, mana shu bilaman. Bu soha haqida qisman va endi menga boy spin orqali narsa berish mumkin. Nima edi? Savol javob qilib, menga kurs sotish mumkin. Mana bu yerda bu narsalarni yana tushunasizlar. UTM source nimaligini, veb saytdan tushayotganligini, yangilikmi, bosqichlari. Mana TG degan nima degan? Telegramga kirmadik lekin so'z tushib qolyapti, xato bo'lishi mumkin. Shunday holatda bo'ladi sotuv bilan ishlash. Qancha, ya'ni sizning maqsadingiz nima bo'lishi kerak? Ya'ni targetologlarni ko'rganman-da, nima qiladi desa, arzon tushganlikni mana deb ko'rsatishadi-da. Lekin u yog'icha biznesmenga kimga nima kerak desa, unga nima kerak emas. Nima kerak? Asosiysi sotuv kerak. Ming harakat qilib endi natija bo'lmasa, u befoyda. U hamma narsani, misol uchun shuncha o'qidingiz, harakat qildingiz, agar siz bitta joyga ishga kirib, shu sohada pul topolmasangiz, u befoyda. Grant o'qiysizmi, pul to'lab o'qiysizmi, qiziq yo'q. Mana shunda siz ham maqsadingiz qanaqa sohami? Sotuv deyilyaptimi? Sotuvni oshirib berishga harakat qilish. Va buni bosib o'tiladigan yo'lda qanaqa yo'llar bor? Oson emas bu narsa. Ya'ni bitta hamma narsa faqatgina videoga emas. Faqatgina targetga emas. Faqatgina sotuv bo'limiga emas. Faqatgina SMM menejer o'ziga emas. Bu yerda komanda bor. Ya'ni siz bitta ko'rgan istoriyani kimdandir qiladi, kimdir tasdiqlaydi, kimdir orqaga qaytaradi, o'sha holat bo'ladi. Biz uchun, oddiy user uchun nima ko'rinadi? Shunchaki chiqyapti deydi. No, bosib olsa bo'ldi, o'tib ketadigan narsa yo'q. Uni orqasida juda katta komanda bor. Shunaqa holat. Men shuni tushuntirib qo'ymoqchiman. Shunaqa holatda ishlanadi, janobi qiyin emas lekin eplasa bo'ladi narsa. Savollar bormi yana? Savollar. Mana hozir yana bitta tushdi. Ha, o'sha target yonib turibdi. Buni zo'r tarafi siz uyda bo'lsangiz ham ishlaydi. Target kuniga pul to'lanadi. Siz o'zingiz belgilaysiz. Kuniga shuncha pul ishlatsangiz ishlatadi. Masalan, qancha bo'ladi kuniga? Kunga qancha bo'ldi? $40 yo $5 yoqding, hech kimga yoqding. $40 yoqding, ha, budjet. Budjet $40 mi? Kuniga bilmayman, misol uchun $5, $10 qilishingiz mumkin. Kreativga qarab. Ya'ni shuncha ishlat desa ishlatadi. Xillari bor. Savollar bor. O'sha 11 tadan 3 ta tushdi mana hozirgi holatda. Va bu agar ertalabgacha tursa mashg'ulotda soatgacha bo'lmaydi. Hali 12 soatdan oshib, 13 soat ichida 3 tadan oshib tushadi.
tushishi mumkin endi bu narsa. Taxminan nechta kursga yoziladi? Ha, mana shu narsa qolib ketdi, sotuvda mana. Bu haligi Bitrix bor edi. Bitrix ulab qo'yilgan mana shu yerga data lens degan narsa bor bu yerda. Hamma narsani ko'rsatadi. Umumiy narsani tushuntiribman bu yerda. Mana bu yerda mana ko'ryapsizlar, nechta odam lead olgan. Tasavvur qilasizlar mana shu qismda eng yaxshi sotuvchi kim? Mana nimaga akmal qoldi? O'n bittasi safarga shuncha odamdan gaplashgan, 10 bittasi safargami? Yo'q, o'tkazib qizilni ko'raylik. 190. Sifatli mana bu. 90tadan 10 ga sotyapti. Mana qarab turamiz. Siz ham tasavvur qiling. Mana 10 ta odam sifatli, sifatsiz degan narsa bor degani nima? Sizga 10 talik tushdi. 10 talik degani 10 tasidan necha foizi sotib olsa yaxshi deb o'ylaysiz? 10 ta odamdan. Ikkitasiga. Ikkitasiga. Hop. Bittasi. Javob. Uchtasiga. Hop. Nimaga gaz aytyapsiz? Mana qarab turamiz. Haligi boya aytdikki, 10 talik deganda 10 tasi ham hammasi sifatli bo'ladi, hammasi o'z haqimizda biladi degan emas. O'shaning ichida duplikati bo'ladi, telefon nomeri bo'ladi, xatosi bo'ladi, anaqa yosh bolasi bo'ladi, to'ldirib qo'yganlar. Va undan yana 10 ta odam bo'lsa, 10 tadan yana saraladi. Sifatliga o'tkazish bo'ladi. Undan 5 tasi o'tishi mumkin. Bilmadim, 6 tasi o'tishi mumkin. Endi unda foiz balandroq bo'ladi, konversiya. Siz o'sha 6 tadan yana sotib oladiganlarga ana bo'ladi, konversiya bo'ladi. 3 ta konversiya. Birinchisi 10 ta bo'lsa, 10 tadan 6 ta sifatliga o'tdi, biz haqida biladi, kursga qiziqishi bor. Shu bilasiz. Endi undan yana toraydi. O'sha 6 tadan hammasi ham puli bo'lmasligi mumkin. Hammasi ham xolis sotib olmasligi mumkin. Ana shunday holat bo'ladi. Ana shunda yana qisqaradi. Konversiya nima bo'ladi? Yana tushadi. 25-20% misol uchun 10 ta odam bo'lsa, 10 tadan 6 tani, 6 tadan 20% olsa bu yaxshi. Misol uchun 100% 10 ta bo'lsa, endi 6 tasi sifatliga o'tdi, 6 tadan 20% sotib oldi. Nechta bo'ladi shunda? O'zi 10 ta tushdi, 10 tadan 6 ta sifatli bo'ldi, sifatliga o'tdi va 6 tadan 20% konversiya bo'ladi. 5 ta sifatli o'tgan bitta bo'ladi. Yo'q, bitta. Как 1,5 ta atrofida. 1,5 kamroq. Bittami? Ya'ni siz Bitta ham chiqmaydi. Bitta. shunaqa holat bo'ladi. 0.6. Как shunaqa? Agar siz o'sha narsani sotuv bo'limi rahbarini harakati o'sha narsani ko'tarishga kerak bo'ladi. Siz buni ko'tarish uchun sizga uni 0 odam bo'lmasligi kerak bu yerda. 0 odam bo'lsa, lead bo'lib sotuv bo'limi foizi tushib ketib qoladi. Chunki ko'pi bog'lanib bo'lmadi, bir bog'lanib tushib ketsa, u shunchaki tushib ketib qoladi. Mana keraksiz bu. Men sotuvchi emasman, telefon qilib qo'ysangiz bu yerga chiqmaydi. Lekin shunday holat ham bo'ladi. Nima deysa, mana bu Jasmina turibdi, to'g'rimi? 290 ta lead bilan gaplashgan va 5 ta sotuv qilgan. Lekin Akmaldan yaxshiroq-ku, to'g'rimi? yo'q. Yo'q. Mana shunday holat bilan nima tushuntirmoqchiman sizlarga? Bu 290 taga bog'langanda bu 8 taga sotib qo'ygan. Eng zo'r sotuvchi kim? Tasavvur qiling, mana 5 o'rnida 8 turibdi. Lead kam va sotuv ko'p bo'lsa, yaxshiroq bo'lardi. Chemon lead ko'p, sotuv 10 tadan qaraganda, bu lead kam desam sotuv yaxshi. Bu degani kamroq odam bilan gaplashib, ko'proq sotuv qildi. Konversiya bunda balandroq bo'ladi. Mana endi bu shunaqa holat bo'lganda bizda keysda masalan Jasmina shunaqa qaysi bir oyda edi, adashmasam kamlik bilan gaplashib, yo Asadbek nima Isroiljon. Mana unda kamlik bilan gaplashib, ko'p sotuv qilgan. Ya'ni bunaqa holat ham bo'ladi. Siz nima qilasiz bunda? O'sha paytda sotuv bo'limidagi inson bo'lsangiz, o'rganasiz. Ya'ni bu insonlar nimaga bunaqa bo'lyapti, nimaga mana tushib ketib qolyapti.
boshqasida. Shunday holat bor. Buni hozir prezentatsiya uchun yozganmiz. Mana shuncha odam bilan gaplashganmiz. Bular yangi kelganmi? Yo'q, bu yangi holat ko'rsatamiz. Nega bular kamda endi o'rganuvchi nima bular? Mana aytasiz. Bular qolgan. 13 ta ikkita. 42 deganda bu narsa community degan joy bor. Bu faqatgina sotuv qilmaydi. Hozir almashgan community degani Instagramga, Telegramga, yana kommentga javob beradi. Ya'ni bu yerda hammasi asosiy nimani kim qiladi? Akmal, Asad, Asadbek, Jasmina, Fayozan hozirni qiladi. Mana shu to'rttasi asosiy ish qiladi. Kelib sotish. Ya'ni sotuvda bog'lanish. Bitrix bilan ishlash kerak. Qolganlarning boshqasi tasdiqlari ham bor. Shuning uchun. Ayolga qancha vaqt berishdi? 40 yil qolgan. O'tgan. Mana endi mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin nima? Veb-saytdan qancha kelyapti, telefondan qancha kelyapti, targetdan, offlayndan siz bilishingiz mumkin. Shunda siz bilasiz, ertaga mani mijozlarim qayerdan kelyapti. И shunga ko'proq bosim beradi. Ha? Urg'u berasiz. Endi buni ko'rishingiz mumkin mana bu yerda o'sha necha yoshlilar bu hafta kunlari ekan, necha yoshlilar bo'lyapti o'zi, qanaqa qilyapsiz buni qo'ysa bo'ladi. Men uchun tushuntirsam hozir tushunmay qolasizlar. Nima desa, shunaqa holat bor. Bitta inson bilan gaplashishni, mana kurs sotish jarayoni bir kundan bir oygacha davom etishi mumkin-da. Bir kundan bir oygacha degani, misol uchun bugun 23-yanvar bo'lsa, 23-yanvar kuni qoldirib biz gaplashdik, aloqaga chiqdik. Siz keyingi oygacha surishingiz mumkin. Ya'ni odamning auditoriya har xil, to'g'rimi? To'xtab qolgan, ya'ni qanaqa auditoriyalar bor edi? Beran. Ana shunaqalarga siz kimdir chegara berish kutish mumkin. Ana shunaqa holatda siz aloqaga chiqishingiz mumkin. Kutasiz, siz mashg'ulotaga chegara berish uchun qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bir oyda deganda mana bu yerda nima deyilyapti desa, lead yopilgan vaqt. Mana bu sozdaniya degani lead qachon tushdi? Mana buni o'chirib turaman. Mana bunda ko'rsataman. Aynan shu to'xtab qolgan auditoriya uchun chegara olinadimi? Ha, misol uchun to'g'ri kelib qolsa. Mana dekabr emas, mana noyabr olsak, data zakrytый leader deyapti, to'g'rimi? Mana shu oyda, dekabr oyida tushib, dekabr oyida sotib olganlarni danlisi chiqadi hozir. Mana buni qo'yib qo'ysangiz, oktyabrda tushganlik, lekin dekabrda sotib olgan bo'lishi mumkinmi? Ha? Yoki noyabrda lead bo'lib tushgan va yanvarda sotib oladi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Va siz bu mana raqamlar bilan ko'ryapsiz. Hamma narsa raqamlar. Mana shunaqa holatda siz tushunishingiz kerak, shu buni bunaqa qilsam bu bunaqa bo'lar ekan. Nespeshni degani 1775 desa endi sifatsiz deganda umuman siz tanimaydi emas. Puli yo'q, bir bola, hozir ololmaydi. Ha, shunaqa. Endi bularga nima qilishingiz mumkin? Misol uchun puli yo'q boshqalarga. Qachondir chegirma yoki bir qanaqadir umuman sabab, ha, qanaqadir sizni special offers bo'lishi mumkin. Mana hozir zagusi qilmoqman. Ya'ni bazaga saqlab qo'yiladi, chegara bo'lgan paytda telefon qilamiz. SMS bor. Shunaqa. Ha, shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi mana sotuvchilarning zo'r tarafi siz bitta inson bilan gaplashganingizdan keyin uni qayergadir jo'natishingiz kerak-ku, yangilikdan. Olib borishingizdan keyin misol uchun bog'lanib bo'lmagan o'tkazsangiz, avtomatik qachon bog'lanasan degan strategiya turadi. Mana hozir ko'rsataman. Hozir bu yerda ishlamayapti. Mana dealer degan joy bor. Bir kun yangi kelgan sotuvchi yangilik 10 tani bilmayman, 1 soatga bormaydi. Gaplashib, tez gaplashsa-da, yoki 2 soatda tugatib qo'yadi. Keyin nima ish qiladi desa, undan oldingiliklar bor-ku, o'ylab ko'radi, boshqalar mana bu yerda turadi. Misol uchun ko'ramiz. Hozir uni kech bo'ldi-da, hamma tugatib ketgan. Mana. Sotuv bo'lmadi necha kishi? 6 kishi. Jamida hammasi ham sotilmas. Qarab o'tamiz.
Mana nima qiladi desa, bu yangiliklar tashlasam 20 minut oldin tushgan, chunki ish tugagan, ketgan. 16 tushgan. Mana bu na этой неделе deyapti. Ya'ni bu hafta yangilik tushgan-ku, o'ylab ko'radi, boshqa narsalarga o'tgan. 20 ta delasi bor, shu gaplashish kerak bu insonlar bilan. Yangilikdan tashqari. Keyingi haftaga 3 ta ekan. Keyingisi mana. Shunaqa qilib bu ko'payib boradi. Chunki hozir lit oz bo'lganligi uchun bu yerda raqamlar kichkina. Siz kuniga bir kunda nechta qo'ng'iroq qilish mumkin? Sotib operator taxminan. Bir soat gaplashish mumkin. Ular mana bu har bir deb songa to'ladimi? Yo'q. Ya'ni to'liq yangi to'ladimi? KPI'lar har xil bo'ladi. Fiksa bo'ladi, to'g'ri? Fiksa degani ma'lum bir summa va undan tashqari siz yer pul to'laysiz. Har xillari. Aytdimki, haftasiga 2 tadan majbur sotuv qilish. Haftasiga. Kuniga va u haftada o'lchanadi. Tasavvur qiling, siz sotuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, bir kun bitta sotib, ertasi kun uchta sotib qo'yishingiz mumkin-da. O'shaning uchun haftalik qilinadi. Hop, sotolmasa shu bilan bajaramiz. Ha? Planni bajara olmasak nima qilish mumkin? jarima bo'lishi mumkin. Siz hozir mana ya'ni vaziyatga kirsangiz, har safar ham jarima ishlayvermaydi-da. Siz potensial sotuvchini o'zi zo'rg'a olib kelgan bo'lasiz. Misol uchun sotuvchini ham. Sotuvchilarni almashish juda tez bo'ladi. Misol uchun mana o'zlari joyda ishga ketgan ekansiz, to'g'rimi? Yo, ma'niki mahsuliyatda, короче, bizda sotuv bo'lmaydi. Bizlar imtihonga chaqirganmiz. Ha. Universitetgami? Ha? Universitetgami? Ha. Bizda kurs sotmaganmiz. Ha. Facebookda kurs sotganda o'rtada CRM ishlamagan. U baza bo'lgan, misol uchun telefon baza bo'lgan. Bir kun Samarqandda, bir kun Farg'onada masala. Avtomatik telefon bo'ladi. Facebookda ishlaganmiz. Ha. Xato qilganmiz. U bo'lmagan narsa-da. Bo'lmagan narsa. Xo'p, ya'ni mana shunaqa holat bo'ladi. Nima deydi, eslanamiz ketib bor. Shuni qayerdan bilgansiz ishdan sotuvchini? Siz o'zi sotuv aniqi rob borku, o'zi biladi. Yangi sotuvchi kelsa, unga bir oycha vaqt beriladi. Bir haftaning ichida mana sotuv skillari, odamlar bilan qanaqa gaplashish kerak, hammasi o'rgatiladi. Va oy oxirigacha muddat beriladi, shu sotuv qilish kerak yoki qanaqadir natijaga chiqish kerak. Va bu narsani yozib olindi-ku, gaplashilgan. Har kuni analiz qilinadi. Qanaqa gapiryapti? Qaysi joyda yutqazib qo'ydi, qaysi joyda noto'g'ri gapirdi. Misol uchun, men yangi o'qib yurgan paytimda grantda offlaynda mijoz kelgan, urushga ketib qolgan va sansirab olgan. Chunki Yo'lbay hafta ham filtr qattiqroq. Kimdir Yo'lbay robotda ishlayaptimi, kimdir? Kim edi? Ha. Har kun gaplashyapsizmi? 2 kundan birmi, 3 kundan? Ya sotuvda emassiz, marketingdamisiz? Ko'rganimizda boshqalari shunda bo'lmagan. Ha. Ha? Ha, ya'ni ularda qanaqa shunaqa savollar beradi, shunchaki dovdirab qolishingiz mumkin-da. Shuning uchun tayyor bo'ling. Ko'rganmisiz-ku? Nimaga unaqa? Nimaga oldinroq qaramaydi? Nimaga harakat qilmaydi? Nimaga bilmaydi shu narsani? Endi o'sha savollar berib tashlanglar, bunaqa so'kmay tashlamaydi. Sizlar gapiradi. Lekin yerdagi deb qolasiz. ko'zlar shunday yo'q chiqib juda bo'lib qoladi. Shunaqa holat, lekin o'sha narsa sizni o'stiradi. Chunki najot ta'limda boshqa joyda olmagan tajribangizni olasiz. Misol uchun, bilmayman, juda ko'p narsa o'rganasiz. Har kuni nimadir yangilik. Nima shunaqa deydi? Soft skill. Praktika agar najot ta'limda olmasa, juda ham katta o'sish. Chunki talab kuchli-da. Hammadan ishlamaydi. Avtoritet ham bo'ladi. Shunaqa, o'zingizga ham bor. Savollar bo'lmasa, mana shunaqa holatda bo'ladi. Juda bu narsani hozir men umumiy tushunyapti, ha deb turibsizlar. O'zingiz sportgacha Yangi jarima. haydavoramiz deganlar fotosh qolmasa. Mana hozir jarima bo'lsa, jarima buni ya'ni ishlatib ko'rilgan va jarima berish buni nito bo'lgan. Agar siz sohangizda Istigapti, nima qiladi? jarimani Masalan, ishga sotolmayapti deyapti. Sotilmayapti. Nimaga kerak bor? yo'q xayrlashlar. Bo'ldi, muammosi o'zi. Lekin siz gunoh qilasan deb hamma ham bir xilmasda. Lekin bir oy bu optimal variant. Qaysi darajada sohaga chiqish kerak? Bir oylik pul olib qo'ysa bo'lmaydi. Qani?
misol uchun haftaga 12 ta doz bir haftada. Bu bittasini aytdim. Bittasida 12 ta. Hop. 4 hafta bo'layotgan bo'lsa 48 ta. Bu 50 ta qilib qo'ysa bir oyda ularni bajarish kerak. O'shani qilib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun kimgadir oyda oxirida pul bo'lib qolishi mumkin. Oyda oxirida normal sotilishi mumkin. Buni ko'riladi, lekin mana qarang, 20 kun sota olmagan, 25 kun sota olmagan odam barcha planni misol uchun 5 kun qilib berish nega narsa-da? Bo'lishi mumkin. Siz amal mana kiring ichkariga, men siz bilan tortishmoqchi emasman. Kiring ichkariga, juda bilasiz, unaqa bo'lmasligi. Nima, prosta bo'lishi mumkin, bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Mana endi Ko'ryapsizlarmi? Mana qarang. Mana o'qing, majburiy 3 soat, yangilik 12 ta, to'lovda ikkita haftalik 12 ta bo'lishi kerak. nechtalik bilan gaplashish kerak shunda? Kunlik 12 ta bo'ladi. 3 soat o'tirib. Ha? 3 soatga gaplashish kerak. Bu majburiy 3 soat yozib qo'ygan shunday. Ha. 3 soat davomiylik bo'lishi kerak. Bu raqamlar misol uchun 10 ta bilan 3 soat bo'lishi kerak. Hozir mana men sizga bu bitta variantni ko'rsataman, lekin bu ham o'zgargan hozir. Shunaqa odam bizda bo'lgan, yozda qilganmiz shu narsani, birinchi liniya, ikkinchi liniya qilgan. Liniya nima deganda esa, telefon qiladi. Sizlar bilasiz, shu zo'r sotuvchilar. Shuni sotib qo'yadi. Sotib qo'yadi degan to'g'ri ma'no bo'ladi. Birinchi Telefon qilib, birinchi liniya, yaxshimisiz, ism, familiyasi, telefon nomeri, qayerdanligini bizda mutaxassislarimiz bor deb turib, ikkinchi insonga ulaveradi. Bular faqat telefon qiladi. Buni ham sinab ko'riladi. Zoz kelyapti, jarima qo'llash to'g'ri-ku desangiz, yo'q, uka, ishlamaydi yoki ishlaydi deydi. Chunki bu narsa o'tgan narsa. Tasavvur qiling, sotolmayotgan joyda jarima qo'llasa, o'zi pulingiz yo'q bo'lsa, u jarima oylikdan minus qilish demoqchiman. qanaqa bo'ladi shunda? Oylikdan bari olyapsiz lekin Jarima noto'g'ri shunday bo'ladi. Qanaqa pul to'lab, bunaqa Itak sotuvi sotgan anaqasidan necha foiz oladi bo'lsa, sotmasa necha pul olmaydi, o'zi ham pul bo'ladi. oladi. Yo'q, mana qarang. Jarima passiv ishlamasligi mumkin-da. Men sizga aytaman, jarima siz sohangizda ishlaydimi, ishlamaydi. Siz ishlata olsangiz, bu bilmayman. Zo'rdir. Lekin holatga qarab o'zgaradi bu narsa. Jarima tasavvur qiling, bundan ko'ra KPI beradi. Sen shuncha sotuv qilsang, shuncha KPI olasan. Jarimadan ko'ra. Jarima bu negativ tuyuladi odamga. Ha, uni ustiga mana 10 ta internetda gaplashgan. 8 tasi olmagan. Siz jarima deb turibsiz u yoqda. 3 million so'm oyligi bilmayman, endi qanchadirga kamaysa. Bujoymas ekan. Deb ketishi mumkin-da. Hammani sotib kelmagan bor-da, misol uchun. Endi hamma ham emas. Ha, unaqa emas. Ya'ni mana bu teng emas, hamma har xil. Kimdirlar bir haftada o'tib ketadi, kimdirlar oson bo'ladi. Ya'ni vaziyatga qarab o'zgaradi. Shunaqa. Konversiya shunaqa holatda bo'ladi va yana shu narsada Shunda faqat skript bilan gapiradi, gaplashadimi yo? Skript deganda siz har bitta so'zini aytyapsiz. Ha, o'sha yodda oladi-ku. Unaqa bo'lmaydi. Hammasi har Ya, просто ularni noto'g'ri demoqchiman. Skript bilan gapiradi. To'g'ri bo'ladi. Men siz gapingizga ishonaman. Skript deganda siz nima tushunasiz, nimani aytyapsiz, men hali ham bilmayman. Qog'ozda turibdi, skript bir xil gapiradi. Siz skript degan narsa bu skript emas-da. Sotuv skripti degani boshqacharoq bo'ladi. Mana shu narsalarni gapirish kerak bo'ladi. Sen mashinada gapirasan degan haligi robotda o'zi odam keldi, misol uchun keldi, bilmayman ishlasam. Skriptga qarab gapiraman. Siz hali gapirmaysiz, siz o'rganasiz. Xo'p, o'sha o'rganadi, birinchi gaplashishni payt baribir o'sha skript o'rganib qoladi-ku. Men misol uchun o'rganishim qanday bo'lgan? Oldingi ishlarni hammasini eshitgan. Audiolarni gaplashadikku, o'shalarni eshitgan. Muvaqqat style desa bo'ladi, o'sha stil. Umumiy narsa bo'ladi. Skript faqatgina siz mana joyda mandaqa so'z aytasan degan narsa bo'ladi. Shuni aytmoqchiman. Unaqa bo'lmaydi. Ya'ni undan tashqari siz sotuv rob bo'ladigan bo'lsa, rob sizni audiolaringizni eshitib, uka mana yerda bunday o'qib qo'yibsan, mana yerda tutqazib qo'yibsan, mana yerda xato qilibsan. Mana shunaqa offer berganda, bu inson unaqa bo'lmasdi deb o'ziga tushuntiradi. Ya'ni faqatgina o'tirib olib, ana bo'layapti. Ya'ni sizni rivojlanish uchun qachondir feedback olishingiz kerak, qachondir o'zingiz o'rganishingiz kerak nazariya.
Shunaqa holatda ko'p. Hop, shunaqa bo'ladi. Biz 2 soatdan gaplashib qo'ydik-a, 1,5 soat, 3 soat. Mana o'zim bilganim, vaqtingiz bormi? Onlayn kurslar o'zingizgami yo yaqinlaringizgami? Mana bu yerda mana sizlar aytdingiz skript deganda, mana onlayn o'qimoqchisiz. Siz agar bunday savol bersangiz, mana ismini, familiyasini so'radingiz, vaqtingiz bormi dedingiz, onlayn kurslarga o'zingizgami, yaqinlaringizgami dedingiz. Onlayn o'qimoqchimisiz yoki o'qimoqchi emasmisiz? Desangiz bu o'zi xato. Onlayn topshirgan. Siz shunaqa deyapsiz, chunki bizga to'g'ri variant ko'rsatmayman. Lekin inson bilan gaplashganda bu miyangizga kelmaydi. Ana shuning uchun sotuv skript kerak. Nimadan chiqib ketmasligi shunaqa holat. Keyin mana kursga qulay tarafdan ochib berishim uchun sizga bir nechta savollarim bor. Desak, savollarim bor degandan keyin, ya'ni mana shuni ko'rganman. Mana bu sotuv operator kuyib pishib unaqa edi, kursim bunaqa edi deb gapiryapti-da. Mana degan deb turib. Keyin gaplashdim. 2 kundan keyin telefon qilsam, o'sha paytda nima edi? Grafik dizayn edi. Nimaga eshitganda ham esda yo'q-da. Demak, bu nima? Sotuv operatorining xatosi bo'ladi. Mana yoshingiz qayerlarga ayta olasizmi? Oldin uzoqroq qiziqib ko'rganmisiz? Shunga o'xshash kelaveradi yo'q. Tushungan bo'lsangiz, endi qisman qolganini amaliyotda o'rganasiz. Ya'ni shu bilasizlar, bitta lead olib kelish arzon emasligini, orasida ancha jarayon borligini, marketing faqat tijorat o'tirib olib, qurbonlarni postlarni chiqarish kerak emasligini, bu narsa men misol uchun, hozir boshqa marketingda bo'lgan bo'lsam, hozir sotuvchilarni qayerda bo'lsa, qanaqadir muammo bo'lsa aytish kerak. Misol uchun bizda sotuvchilar bo'ladi, endi yangi kirgan bo'lsa, uyalida qanaqadir lead sifatsizligini aytish kerak. Chunki marketing ham tushuntirmaydi-da, ya'ni lead sifatsiz bo'lsa, bo'ldi, okey, to'g'rilaymiz deb ketmaydi. Unda ham bir qanaqadir haqiqatlari bo'ladi. Kechasi bilan ishlab, ssenariy yozib, video olib, montaj qilib aniq bo'ladi-da. Marketing bo'limidan oladimi tipar? Sen o'zing yaxshi gaplashmayotgan bo'lsan, aytmaymi? Ashtalar mana kelyapti. Endi nima bo'ladi desa, mana shu yerda mana shunaqa Bitrix'ni yaxshi tarafi nima bo'ladi desa, har doim dalil bilan gapirasiz. Misol uchun, men sotuv bo'limi rahbari keladimi, undan kattasi keladimi, lead sifatsiz desa men gapiga ishonmayman. Nimaga sifatsiz deganning o'zi qanchasi sifatsiz? Nechtasi sifatsiz? O'zi 10 dan 2 ta sifatsiz bo'lsa, bu normal holatmi san uchun? Deb turib men gapiraman. Nima qilaman? Mana bunda o'taman, misol uchun endi. O'ylab ko'radigan o'taman. O'tdim. Mana shu leading, mana bunda o'qib qolaman. Mana uni mana shu yerda misol uchun mana 1 deb turib yozaman. Mana bu mana 2. Yana bittasi mana shuni o'qib, har bittasi ana linkini olaman. Mana shu olib kelgan leading 10 tasidan 5 tasi sifatsiz. Mana eshitib oldi deb turib mana shuni tashib beraman. Mana bu yerda mana yaxshi gaplashgan bor. Bu ham hammasi qarabki bog'langan holat. Aytdan ko'ramiz, to'g'ri yubordim. Mana bu gaplashgan, ko'proq gaplashgan bormi? Hozir bitta ko'ramiz. Siz dalil bilan gapirishingiz kerakmi? 950. Instagram'da ko'rdim, keyin qisqada ko'rdim. Hozir so'zga qo'yishim qisqada emas, bu. Hozir bo'lgani. Nima qilib isbot qiladi? Ana shu bo'yicha Mana shunday qilib siz analiz qilib chiqasiz. Bitta sifatsizligini mana shunday holatda bilasiz. Ko'rmayaptimi? Ya, hozir ko'tarish. Eshitmoqchisizmi? Eshitdik, ma'lum bo'lib, qanchalarga to'lov yuborib sotgan emas bola, mashinaga nima deyapti, qanaqa orollarni so'rab olyapti. Xatolar bor. Bor.
yoshga bo'ladi. Eski onlayn platformadan qo'shilganman. Mana onlayn kurslarga ham qo'ygan ekansiz. Desam onlayn qilayotgansiz kurslarga? Ha, moslashib bo'ldim. Telefon qilyapsizlar. Onlayn kursga gaplashdik mana. Onlayn kursga gaplashdik. Onlayn kurs bo'yicha emas, onlayn kurs bo'yicha ma'lumot berishga raqamingizni beraman deganlar. Ha, o'sha ma'lumot berish uchun raqamingiz kelganida shuni gaplashdik. Xo'p. Hozir vaqt bor, gaplashamiz. Boramiz, bemalol. Hozir sizlarga onlayn kurslar o'zish uchun yo'q, qilayotganmi? Yo'q, o'zimga. Yaxshi, sizlar yoshga O'zim davlat ishlayman, vaqt ma'lumoti tashlayapman. Tushunarli. Yoshingiz qanchadir yoshga yarashmoqchi? 34 yoshda. Hozir sizlarga o'zi nima maqsadda bu SMS sohasini o'rganmoqchi deysiz? Mana bu yerda savol so'rayapti. Nima maqsadda o'rganmoqchisiz? Ichiga kiryapti odam. Men birinchida hammadan maqsadi qo'shimcha daromad. Hammadan nisbatan xohlaydi daromad. Hozir mutafakkir qanaqa shunda keyin qanaqa daromad qilmoqchisiz? Soha bo'yicha rejalashtirib ko'rasiz. Shunga qo'shimcha ravishda qanday aytsam, bir bormoqchiman shuni. Tushunarli. Shunda faoliyat qanaqasiz hozir? Yoshlar bo'yicha. Yoshlar ishlari agentligidami? O'shalarni ham shu ishlardan onlayn qilib olmoqsiz. Ya'ni marketing. Shunday. Baribir ishimiz internetda onlayn model o'tkaziladi. Internetda kompyuter bilan ishimiz. Hop, sizlarga qanaqa natijalar ko'ryapsiz mana shu kurslardan? Hech kim yomon natija kutmasa kerak. Bilaman, qanaqa instrumentlarni yoki darslarni o'rganishni xohlayapsiz? Masalan, operatsiya ichida Osman yoshlarni o'zida bilmayman, bir tushunmoqchiman. Gapirsak gap ko'p, bu yerda zerikib qolyapti. Aytyapti, faqatgina savol so'rayapti. SMM haqida hali ma'lumot bermadi, to'g'rimi? Sani kutubing qanaqa degan savolga mana bola javob beryapti. Nima desa, birinchi o'rinda sen nima o'rganyapsan o'zi? SMM degani nimani tushunasan? O'zing nima ish qilasan? deyapti. Aytyapti, magnitografiya boshqasini desa, ertaga mana gapiradi, kutubini to'g'rilagandan keyin mana shunaqa bor. Sen shuni to'rttasini adden kursda emas, bitta kursda o'rganasan. deb turib aytadi. Endi sizlar gapiradi, o'rganasan. Oxiridagi narxni aytadi. Narxni aytgandan keyin qimmat bo'lsa, eng yaxshi variantini aytadi. Mana shunaqa holatda sotib bo'ladi. Bu offlayndan kelgan. Aytyapti, men offlayndagi nomerimni berdi. Bu ozgina sifatliroq edi. Ko'rgan bo'lsangiz, hozir ikkitasini ko'rdik, faqat telefon bor, to'g'rimi? Olmagan. Bunaqalar ko'p. Bitta telefon tutganingizda olmaydi. Hech marta bog'lanish kerak yo'q. Yana 2 marta yetadi. 2 marta? Yo'q. Siz bir marta telefon olganingizda oldingiz, ma'lumot berdingiz, o'ylab ko'radigan o'tkazdingiz. Hech marta bo'ladi. O'ylab ko'radiganingizda ertasi kuni telefon qilsangiz olmayapti. Bir hafta ichida. Mana o'zida gapirgan ekan. Registratsiya qilganmanda, ismim kursida Reels chiqib qolgan, что grant e'lon qilindi. Ham testni o'tganman, juda ham oson testlar edi. Keyin tushunganman, что bular aldayapti. Nega telefon qilishgan? Sekin aldab turib pulga o'tkazmoqchida. Mashina to'lov bordi. Хорошо, erta boraman dedim. Erta keling mashina orasida dedi. Xo'p dedim, bormoqchi. Hangi gaplarni serialda o'chirib qo'ygan o'g'lim. O'sha Ikki marta telefon qildi. Keyin Telegramdan yozdi, ham telefon qildi. Instagramda bo'lganda target video chiqib qo'ygandi. Xotirani qanday yozasiz? Unaqa deb boshladi. Endi o'zimni fikrimni yozgandim kommentariyaga. 2 kun o'tib menga telefon qilyapti. Assalomu alaykum Abdullajon aka, yaxshimisiz deyapti. Siz omadli raqam bo'yicha bizni nimamizni chiqib qoldingiz dedi-da. Men просто komment yozgandim. Aqalli o'zicha qiziqgan o'ylayman, kursimiz unaqa offlayn o'tiladi, faqatgina Skype'dasiz dedi. Men Samarqanddan dedim. Toshkentga kelib olasizmi dedi. Keyinsa ishim bo'yicha borib turaman, deklaratsiyaga dedim. Men keyin qarang, hozircha vaqtim yo'q, keyin o'ylab ko'raman dedim. O'chirdim bir 3-4 kunlar yana bir telefon qilib, keyinsa oxirida yo'q men Toshkentga hozircha bora olmayman dedim. Shu qayerdan shu komment yozdim dedim. Keyin
bitta komment yozgansiz, siz omadli raqamdan chiqib qoldi, siz aynan sizga telefon qilyapsiz dedi. Sizlarda nomer qayerdan oladi? Ba'zi bo'ladi, sotib oladi. Davlatdan Qanaqa sotib yursa sotib oladi. piratik emas, a? Yo'q. Umuman. Masalan, Misol uchun aytaylik, manga shunaqa chiqib qolgan. bir kun shunday chiqadi, faqat Qashqadaryoga yuradi. Bir kun chiqadi Samarqand, bir kun Navoiy, mana shunaqa. Sizlarga Robosel'dan telefon qilmaning kampaniya? Telefon qo'yaman. Bot yaratganimiz uchun. O'sha o't yazatgandik. Mana Yaxshi, bugun bank ishlatganlar bormi? Yo'q. Menga ochishi bilan telefon bo'ldi. Oshxonadan man bitta ochdim. Hali aka savol bersanlar, mana kursimiz bor, ochganingiz uchun. Men uchun necha soat davom etadi. Shunda natija stiker yozib bo'ladi. Kimga rasmiylashtiriamiz? Bu bozor shakllanishi va bu narsa yaxshi narsa. Misol uchun bir TBC'nikini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shu kredit olib, men tishimni ham sotdim deb chiqdi-yu, ya'ni kredit olgan, to'lagan, balo qilib, keyin yana kredit yopgan uchun telefon qilyapti. Agar skidga ketyapti, 15% yillik kreditimizga olasizmi deb. Qaytib olmayman, xato yo'lga, bunaqa yo'lga qaytib kirmayman deb aniq qilyapti-da. Ya'ni maqsad nima? Bitta mijoz orqasidan borish. Hozir mana shunaqa tizimga o'tilyapti. Biladi. Amerikada robotlar o'zi gaplashib ketadi. Hozir misol uchun O'zbekistonda ham chiqqan Banklar robot bilan gaplashadi, uniki. nomer shunaqa olsam, oddiy nomer. Qaysidir kursi bir bolasiga mana shunaqa qoldi deb shuni aytadi. Anshay saytida bor edi adashmasam, nima qiladi? Bugun webinar bo'lishi kerak. Webinarga sizga soat abitlarda telefon keladi. Begona nomerni. Shuni olsangiz, assalomu alaykum, hurmatli bir bola, bugun soat 8 da yoki 20:00 da webinarimiz bor. Kech qolmang deb turib bet qo'yadi. Uzun vaqtda shunaqa. Yo'q, mashina emas. Menga masalan SMS kelgan. Bitta webinarga o'sha. Nima qilib ko'p bo'ladi. SMS keladi, telefon bo'ladi. Mana shunaqa sohani mana shu ichiga o'rgansangiz, ancha kallangiz yaxshi ishlaydi, shu bilasiz. Oson narsa emas, va buni bilsangiz, ancha kerakda bu narsa. Mana shunaqa tizimi bo'lsa, demak siz oldinroq yurasiz oldinda. Bunaqa tizim bo'lmayaptimi, sekin bo'ladi. Hamma joyda oldin xususiy klinikalarda siz borardingiz, hozir keraksa telefon qiladi, keraksa uyingizga ham keladi. Shunaqa darajaga chiqadi. Santexnika misol uchun siz katta biznes qilmoqchimisiz, operatorlar bilasiz. Men misol uchun manular. Shina sotadi, faqat kimniydi? Kasko. Ishda bilgan bor, bilasizmi? 70 taga yaqinmi, 100 tadan oshiqmi shunaqa filial bor. Qanaqa qilib bitta balonni shunaqa filial qilish mumkin? Ularni ham xuddi shunaqa sotuv operatorlari bor. Masalan, gaplashadigan. Ular nima qiladi desa, ular kurs sotmaydi. Ular ballon ham sotmaydi. Shunchaki odamlar telefon qilganda qaydagi qaysi filiali, qaysi bir yaqin aytib beradi. Endi unda tizim boshqacharoq bo'ladi. Uning KPI boshqacha bo'ladi. Jarimasi bo'lsa, u ham boshqacha bo'ladi. Hammasi xalq. Ya'ni vaziyatga kelib chiqib ko'rsa bo'ladi. Besh narsalar ro'yxatdan o'qigan bo'lsangiz, endi Nurberasi topish variantlar Yo'q, bu kompaniya xato. Men o'shanaqalar bilan gaplashganda ana bo'lgan, sizni odamlarni aldayapsiz deganman-da. Nagri. Men aytganim qizdan qiz bola telefon qiladi, o'zi odatda qiz bola telefon qiladi. Yo'q, bo'ladi. Siz o'zingiz o'rganib ko'rganmisiz, qiziqib ko'rganmisiz, ana shu kitobdan o'zingiz foydalanganmisiz desam, endi o'rganganman, qayda o'qiysiz desam, boshqa institut o'qirken Toshkentda. O'zi o'rganmadingizmi desam, men endi o'rganganman. Qachon tugatasiz desam, bunaqa dedi. Bunaqa odamlarni aldamaydi desam, ki ana bu ketib qoldi. Hamma berib ketadi. Faqat shularga gaplashib qo'ygan bu faqat. Birinchi ish ketgan. Yaqinda bo'ldi. Sen o'tgansiz. Hozirgacha esangiz keladi, siz falon yerdagi xususiy universitetga talabalarga qabul qildingiz deydi. Bu degan nima degan? O'sha insonlarni marketing jamoasida ishlagan, tarbiyatorligimi, SMM komandasimi, marketing jamoasi yaxshi ishlaydi. Chunki leadga olib kelish marketingni vazifasi sotuv qilish, sotuv narsasi, to'g'rimi? Lekin uni o'qitish, undan keyingi jarayonlar sizga tegishli bo'lmaydi. Demak, siz javob bermaysiz. Ularni sababi bilan, misol uchun men to'rt pishiradigan joyga zo'rlikda olib kelsam, biz to'rtini sotib oldi, lekin to'rt yomon bo'lsa, bu ma'naviy emasda. To'g'rimi? Keyingi safar sotolmasligiga maydor bo'lmadimi? Men bir inson keladi, bo'lmaydi. Sotuv operatorlarni ham bir o'qisa bo'ldi, ish bitadi. Chunki men chiqib ketdi.
institutlarga biladi, taklif qiladi, misol uchun. Demak, faqatgina institut o'zida emasda, o'sha marketing komandasi yaxshi bo'lmaydi, boshqa joyda problemasi bo'lishi mumkin. Shunaqa sog'lig'ini, charchamayni, Ugasini Abdurahmonga beradi. Hozir sizga ugasini beraman. So'z skriptini yozib bering deyman. Yoki Bitrixdan nasl yozib bering deyman. Qiyin. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Teşekkür ederim.